Bu piyasada kar bol, eldiven andır RSD karbon, hızlı Antoine Griezmann. Bir beladayım, annem bana kızma. Kafamın içinde ayrı bir ekonomik kriz var. Polis soru sorar, sesi gerginleşerek. Bense üflüyorum paf paf sakinleşerek diyor. Barchaga assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz do'stlar. Bizni bugungi mehmonimiz oddiy personaj emas, juda internetda ko'p ko'rilayotgan, ya'ni har xil pozitiv, ya'ni de food blog, mayli hammasini aytmay, srazu aytaman, Jama Babajanov akamizni xush keldingiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Sizlar yaxshi. Vaqt ajratib kelganingizga ham rahmat. Sizlar chaqirganingizga kattakon rahmat. Chunki endi yosh tariqasidan aytadi-ku, raznica sal balandroq, lekin qiziqarli inson sifatida ko'rib shunchalik taklif qilganingiz uchun juda ham xursand bo'ldim. Biz ham xursandmiz, rahmat kattakon. Endi savollarni boshlasak, nima deysiz? Tayyor bo'lsangiz. Tayyorman. Birinchi, menimcha hamma muxlislaringizni ham hammani qiziqtiradigan savol, nimaga aynan blogerlik? Nimaga aynan blogerlik? O'zi boshdan bosh aynan vlog olaman deb o'ylamaganman. Men bloger emasman, chunki men blog yozmayman. Men video olamiz biz. Vlog deymiz endi bu narsani. Nima bo'ldi? Serialda Yolg'iz qo'yin degan serial bor. Shunda bosh qahramonni o'ynaganman. Bizning syomkalarimiz Toshkent viloyati Parkent tumani So'g'oq qishlog'ida o'tgan. Va bilasizlar, ertalab borganimizdan keyin ertalabdan kechgacha syomkada bo'lamiz va syomka jamoaga ovqat qiladigan odam bo'ladi, ya'ni obed tayyorlanadi. Shu obedda osh qilinayotganda O'zbekiston xalq artisti ustozimiz Muqaddas Xoliqova Jamshid achuchoq qo'ring dedilar. Sizga ya'ni achuchoq qo'ring dedilar. Xo'p dedim, yonimda content makerim bor edi. Hozir uni ham aytib beraman. Jamaki olamizmi shuni dedi. Bo'ldi, olamiz deb pomidor, bodring, piyoz va o'sha boshida Muqaddas Xoliqova boshqatdan Jamshid achuchoq qo'ring dedilar. Pomidor yeb o'tiruvdilar. Shuni olib qo'ydik. Birinchi shu hamma oilada qilinadigan achuchoqimiz 6,5 million prosmotr oldi. Bittada ya'ni tayyorgarlik ham bo'lmagan. Shunda telefonda olinib, agar o'sha videoni podkast orasiga qo'ysanglar bo'ladi. Juda ham oddiy qilingan, o'tirib ana Prosta kelib qolganingiz kelib qolgan, oldik, 6,5 million bo'ldi. Keyin yana syomkaga chiqdik. Shu yonimda u paytda bu 3 yil oldingi narsani aytayapman, adashmasam, hali hech kim yonida mobilograf degan понятие yo'q edi u paytda. Hamma bir narsalar qilardi. Endi rivojlanyapti. Hozir hamma qatga boradigan bo'lsa, hujjatda tegi ilova bo'lgani kabi har bitta mediniy inson yonida ilovasi bor. Bitta mobilograf bo'ladi. 3 ta mediniy odam bo'lsa, bitta mobilograf olishadi, gaplashib olishadi. Mobilograflarning o'zining stavkasi bo'ladi. Ya'ni storiesga, reelsga olib beradigan u paytda u narsa yo'q edi. Men syomkaga borganimda meni ustimdan kulishgan. Nega? Endi Instagramingga video olish uchun ham odam olib berasanmi? Endi g'alati emasmi kulishgan. Shu kulgan odamlar hozir o'zligi mobilograf bilan yurishibdi. U paytda u narsa yo'q edi. U hali reklama yo'q edi. Mobilografga pul to'lash, mobilografni ishga olishga olib qo'ydim. U paytda mobilograf juda ham o'zlaridan kimdir yasab oladi. Juda qimmatga chiqqanlar, menga juda qimmatga tushganlar. O inson qimmat puliga oldim. Shu achuchoqim bo'ldimi? Bo'lgandan keyin yana syomka chiqdik. Nigora Karimbayeva lamon qilib bering dedilar. Syomkada men palibom ovqat qilaman. Shuni olib bo'lib ketdi. O'zidan bo'lib ketdi. Kontentni qilayotganda bir men food bloger bo'laman, ertaga shu orqali men reklamalar olaman degan niyat bo'lmagan. Jamaki qarang, gapingiz uzr bo'ldim. Nimaga aynan boshida, ya'ni siz aytayotganingizdek siz hech qanaqa dalnishi qaramagansiz, men pul topaman u yo'q. Nimaga srazu qimmat o'sha mobilograf olgansiz? Sabab mana nima kutgansiz undan? Birinchidan menda birinchi bo'lib men Instagramga emas, men YouTube'ga ishlashni niyat qilganman. Menda o'zimni juda ham bir o'ylagan bir ideyam bor edi. Vatandan salom degan proyekt o'ylaganmiz biz.
amalga oshirilganmi bu payt? Bittasi amalga oshdi. Bu yoqdan foodblog bo'lib Instagramga kirishib ketdik. O'zi YouTube'ga vatandan salom. Uni o'ziga nima bo'lgan? Chet eldagi musofirlardan bor intervyu olish. Ularning yashashi o'zi bitta bo'ldi. Istanbulga borganimizda 6 ta opa-singillarimizdan intervyu olganman, YouTube'imga joylaganman. Qanaqa kelib qolishdi. Har bitta chet elga borgan opa-singlimiz yomon yo'ldan bormayapti. Ular nima kun ko'ryapti. Uyga borib ham ko'rib shu narsalarni olganmiz hamma narsani. Shu meni niyatim bo'lganki, YouTube'ga qilaman. Ikkita proyekt o'ylaganman. Birinchisi Vatandan salom, ikkinchisi Mazali O'zbekiston. Vatandan salom musofirchilar haqida, Mazali O'zbekiston. Bu har bitta O'zbekistonni bizada o'zbeklar esa oshib ko'z oldiga keladi hammani. Lekin bizada Xorazmda Ijalla bor, Jizzaxda G'ilminda bor, Navoiy Buxoroda Qayish bor. Anaqada go'sht tandir bor, Qoraqalpoqda Jo'g'ori Qurduq degan ovqatlar bor, Vodiyda ko'cha oshi bor, Vaju degan ovqat bor, Shulla degan ovqatlar bor. Shuni borib qishloqda ko'rsatamani o'zimga zodim qilganman. Hozir mobilograflar, content makerlar juda ham ko'p. Hozir yoshlarimiz hammasi telefonda yuradi. U paytda 2,5 yil oldimi, 3 yil oldimi? Yo'q edi. Shu bitta talantli bolani ko'rib qolganman. Instagramga переходlar bo'ladi-ku, bundoq qilib svet yonib qolib, kiyim almashib qolib, mashina yonida yurib, peshkom yurib, ochki taqib o'tirib, mashinada paydo bo'lib qolib, shunaqa trendlar edi. Shu bilan bo'lib ketdi. Ovqat temasi juda ham zo'r bo'lib ketdi va hozirgi kunga kelib men juda ham xursandman. Food blogerlar juda ham ko'payib ketdi. Ya'ni hamma tushunishi uchun jamaki food bloger emas, aslida food vlogersiz. To'g'ri qilib aytganda siz food vloger. Hamma video olib qo'yayotganlar vlog bo'ladi, ya'ni video olamiz. Endi men o'zimni food vloger deyishimdan qat'iy nazar, agar meni ijtimoiy tarmoqdagi faoliyatimga qaraydigan bo'lsanglar, nafaqat ovqat, o'ta juda ham keng qamrovli qilganman, bitta narsaga bog'lanib qolmaganman. Ya'ni o'ta vayllar ham bor, qo'shiq ham bor, intervyu ham bor, hamma narsa bor. Kirgan meni obunachim bitta narsaga qarab qolish kerak emas. Ko'p narsadan berishga harakat qilaman. Boshdan bosh keladigan bo'lsak, men food vloger bo'laman deb o'ylamaganman. Bu narsa bo'lmagan, taqdir taqozosi bilan bo'lib ketdi. Menimcha yomon bo'lmadi. Mana shu vlogerlikning eng qiyin narsasi nima masalan? Masalan, shu vloger o'zayotganingizda qanaqa qiyinchiliklar bo'ladi? Endi qaysi kasb oson? Hamma narsaning o'zining qiyinchiligi bor, oson emas. O'zi eng yomon ko'rgan narsam bolalar hayotda ikkita narsani juda ham qattiq yomon ko'rardim. Birinchisi to'y. To'yga chiqish. To'yga borish. To'yga borish. Chunki yoshlikdan vaznim bo'lgan. To'yga borganda kostyum shim kiyish kerakmi? Savolga qaytamiz hali o'rtoqlar. Kostyum shim kiyish kerakmi? Da. Sizlarda ves bo'lmagan bilmaysizlar. Kostyum shim kiygandan keyin, ko'ylak kiyganingizdan keyin kostyum shim kiygan diskomfort bo'ladi. Ko'ylagingiz chiqib ketaveradi. To'la odamda. To'yga borishda kiyinib borish kerakda, kiyim muammo bo'lganmi? To'yga borib zerkardim. Har doim shu narsa menda qolib ketganki, to'yda nimani yaxshi ko'raman? O'yin kulgu zo'r, yaxshi. Birinchi ovqatni yaxshi ko'raman. Manpar, mahora berishardi. Hozir ham qolib ketgan. To'yxonaga borsam birinchi bo'lib ofitsiantdan girgittonlardan so'rayman, birinchi ovqatga nima deyman? Chunki mahora bilan manpar harakat emas qilib, shu ovqatni yaxshi ko'raman. Taqdir taqozosi bilan bolalar to'yga taklif qilishga tushdi boshlovchilikka. Birinchi yomon ko'rgan narsam. Hozir yoqadi endi. Shu yoshlikdan qolib ketgan narsani aytaman. Ikkinchisi, menga eng yomon ko'rgan narsam, men ovqat qotganimda tepamda odam turganini yomon ko'raman. Bu narsani hamma yomon ko'rsa. Turib tepangizda aqlli qiladi-ku, taqdir taqozosi bilan hozir ovqat qilsam tepamda xohlasam xohlamasam kamera va millionlab insonlar nigohi turadi. Shuning uchun aytadi, yomon ko'rgan narsang yoning keladi deb aytishadi. Lekin hozir ancha yaxshi o'rgandim bu narsaga, to'ylaga ham o'rgandim, ovqat qilishga ham o'rgandim. Birinchidan video olib qo'yasiz, video olib qo'yganingizdan keyin operator oladi, montajyorga beradi. Montajyorlar nima bo'ladi? Hamma montajyorlar tegib ketmasin. Cho'zishadi. Juda cho'zishadi ular, turibgaligini olishmaydi, tashlash kerak bo'ladi, kulla bo'ladi. Kullada nima bo'ladi? Video chiqarishingiz to'g'ri keladi, ahvol tushib ketmasligi uchun bo'ladi. Va albatta men har doim menga eng food blogerlikda
qiyin narsa bu retsept. Hmm. Man kuni kecha Farg'ona viloyati Yazovon tumaniga bordim uchrashuvlarga. Uchrashuvga borib maktab o'quvchilari bilan savol javob bo'ldi. Shunda menga minnatdorchilik bildirishdi va ovqatlaringizni ko'ramiz deganda keyin bitta san'atkor biz bilan birga borgan edi. Tarqaldik. Mehmonxonaga kelib o'tirganimizda o'sha san'atkor savol berdi. Jamshid, sizni anaqangizni ko'rib chiqdim. Qolgan futblogerlar viriska go'shidan, tog' bag'rida ruletlar qilishadi, koreykalardan ovqatlar qilishadi, kooplar qilishadi, 2 metrli koop, qimmat go'shtlardan ichiga qiymalar solib, men tushundim. narsadan qilishadi. Sizda nimaga? Siz sosiska bilan kartoshka qo'yryapsiz, kartoshka bilan tuxum qo'yryapsiz. Hamma qila oladigan narsa-da. Man birinchidan mani blogimni misol uchun yosh bolacha ko'rib, onasiga kelib, "Oyim, mashina yegim kelyapti" desa, haligi uy bekasi muzlatgichini ochib, shu bor narsadan qilib berishni xohlayman. Viriskani Hamma ham o'ziga fazolik qila olmaydi, to'g'ri. Men ham juda zo'r o'ylabsiz, lekin pozitsiyangizga. chunki men aytayapman-da, misol uchun chekka bir hududdagi bola ko'rib qoldi. Otasi imkoniyati bordir, lekin shu viriska bo'lmasligi mumkin-ku. Qanaqa bolasiga, "Yo'q, buni imkoniyati yo'q" deb bo'ladimi? Buni farzandli odamlar tushunishi mumkin. O'shanga men aytaman, jami oshxonasi yangilik yaratmaydi. Jami oshxonasi yodga soladi. Va men har doim yangilik qilaman, bir narsa o'ylab topaman, qanaqadir YouTube'ga kirsak retsept tiqilib yotibdi. Lekin men hozir sizga tryufelning yog' bilan, morskoy gribishoklar bilan qiladigan bo'lsam, kechirasiz, men o'zimni obunachilarimga moslashib, mana obunachilarim o'zimga o'xshagan jaydari. Men xalqchil insonman, men xalqqa ichida yuradigan insonman. Men berayotgan mahsulotim ham xalqqa manfaatli bo'lishi kerak. Agar shu meni o'zimni auditoriyam, meni muxlislarim meni ko'rmasa, men oddiy insondan farqim bo'lmaydi. Shuning uchun men har doim oson, hamyonbop taomlarni qilishga, taqdim qilishga harakat qilaman. Shundan qiynalamanki, oddiyroq narsani topishga meni izohlarda yozishadi va qilingan-ku. Nima yangilik? Buni hammamiz qilamiz, har hafta qilamiz. Men yangilik yaratish imkoniyatini, majburiyatini bo'ynimga olmaganman. Men o'zimga yoqqan narsani qilaman, hamyonbop bo'lsin, student ham yesin uni, tadbirkor ham yesin uni, qari ham yesin, yosh ham yesin. Ya'ni siz ko'proq xalqqa o'ylab, ya'ni xalqqa inson bo'lsa, o'zi juda zo'r yondashgansiz. Maski mana yosh bo'lib aytayapman. Biz ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'ramiz-ku, qanaqadir videolar, registratsiyalar biz uchun bor-ku, men voy, shuncha ishi bor ekan buni deb, qilsa bo'ladigan ishni ham bitta bizga noto'g'ri ko'rsatishgani uchun ham qilmaymiz. Siz aytganingizdek, yangilik qilishga vazifa olmagansiz. Yo'q, velosipedni boshqatdan o'ylab topish kerak emas. Olivye salati boshlanishida bolalar, unga go'sht solinmagan. Qushcha go'shtidan qilingan olivye, misol uchun. Olivye deymiz, olivia xalq tilida. Misol uchun. Napoleon o'ylab topilish shart emas, u qilingan. Seletka podshubi qilingan achichu, shakarob. Shakarob bilan achichuni farqini bilmaydi o'zi. Lekin bilmayman, lekin nimada farqi shu? Bodring bilan bo'ladi, bodringsiz bo'ladi. Axir, men rayxonda yo'q. Shakarobga shakar qo'shiladi. Chunki shakarob pomidorra kislinkasini oladi. Shuning uchun shakarob deydi. Shu narsa bor-da. Ya'ni suzmaligi ham bor. Nima deydi? U chiroqchi deyiladi. Ha, chiroqchi deyiladi. Qashqadaryoni Chiroqchi tumanida suzma bilan aralashtirib qilingan, shu uchun o'sha joyiga o'sha tumanning nomi berilgan. Suzma bilan o'sha pomidor, bodring qilinganligi. Rayhon bu aksessuar, yarimdori bilan. Kimdir ko'rayotgan bo'lsa, shakarob qilganinglarda pista yog'idan azin sovursanglar, pomidor matoviy emas, glyansiyoviy bo'lib, shakarobinglar, achichuklar yaltirab turadi. O'rtoqlar, sizlar ko'rasizlar, bu tekinga retseptlarni ham aytib ketyaptilar. Mana shunaqa xalqqa yaxshi ko'radigan, xalqqa yaqinlik, bab bilinadi-da. Bab ko'p blogerlarning o'zini olgan, siz naborot joydar aytganingizdek shunaqa. Yo'q, bitta narsa aytaman-da, agar obunachi ko'rmasa, agar shu insonlar bo'lmasa, meni auditoriyam bo'lmasa, meni muxlislarim bo'lmasa, men rahmat. Men kimga kerakman? Ota-onamdan, jigarlarimdan boshqa.
agar shu odamlar ko'rmasa, o'sha menga aytishda chekka rayonlarga boryapsan, maktablarga boryapsan, maktab o'quvchilari bilan. Yoshlar kelajak-ku. Ular meni kutishyapti-ku. Agar ular ko'rishmasa, ularga kerak, men kimga kerakman? To'g'ri. Agar shular bo'lmasa, sizlar meni podkastga chaqirarmi deylar? Yo'q, buni ochuvdan ham aytamiz. Siz ham masalan bizning trafigimiz bu hech kimga hamma bizning ham bo'ladi. Kimdir просто buni tan oladi, kimdir tan olmaydi. Yo'q, men aytmoqchi bo'lganligim shu mana xalqimizdan qo'ymasin, obunachilarimiz, muxlislarimizdan qo'ymasin. Yana bitta savol. Jami Babajanov bo'lishingizdan oldin Instagram sahifasida shu vlog yurilishidan oldin Jami Babajanov o'zi kim edi? Qanaqa qilib 500 mingta bir obunachi shunchalik qancha vaqt, qancha kuch, nechta odam shunga Mani asl hayotim bolalar. Siz necha yoshdasiz hozir? 21. 21. Siz 23. 23. Siz 21. 21. Mani haqiqiy hayotim 33 yoshimdan boshlangan. Это с того момента, как siz endi Instagramga ana qilish Instagramga emas, Ozganingizdan keyin emas, ozganimda ham emas. ajrashganingizdan keyin. Undan ham emas. Endi men bilmayman. Nimadan keyin yashashni boshladim? Men o'zim yaxshi ko'rgan ish bilan shug'ullanishni boshlaganimdan men yashashni boshladim. Inson qachonki baxtli bo'ladi, qachonki o'zi yaxshi ko'rgan ish bilan shug'ullansa va shu ish orqali zavqlansa, o'sha ish kimdirlarga manfaatli bo'lsa, eng dahshatini aytaymi, qaymog'ini aytaymi? O'zingiz maza qilib ishlayotgan ishingizdan daromad topsangiz. Bu mazza-ku. Misol uchun mana ukam operator xohlamasa shu kadrni qo'yib millimetrlab svetchilar ko'rolmay yarim soatdan bir svet qo'yapti. Ishini hurmat qiladiki, shuni maza qilib qo'yapti. Bo'lmasa 100 maniki tushadi, uniki emas. Shu ishim sifatli bo'lsin deyapti. Hamma operatorlarimizga, zakadrimdagi odamlarga yana bir marta rahmat. Rahmat, prosta aytmoqchi bo'lganligim, yuribdi, ana islom yuribdi mana bu yerda shildir qilib boydan beri uni to'g'rilaydi, buni to'g'rilaydi, chunki o'zini ishidan mazza qiladi. Men ham 33 yoshimdan boshlab o'zim xohlagan ish, ya'ni seriallarda tushish. Men aktyor bo'laman deb o'ylamaganman bolalar. Vloger bo'laman deb o'ylamagandim kabi. Intervyulardan boshlandi bu. Yo'q, nima bo'ldi? Men ko'p intervyularda aytganman, hazil bilan bo'lib ketgan. Serialga случайно tushib qolganman. Birinchi debyutim wow bo'lmadi. Ikkinchi ishim zo'r bo'ldi. Shundan keyin seriallar bo'ldi. Sekin boshlandi. Keyin bitta emas, O'zbekistonda birinchi raqamli kanali, O'zbekiston telekanalida Oydin hayot live degan ko'rsatuv bor. Bu ko'rsatuv 20 yildan beri bor. Jonli efirga dushanbadan jumaga qadar chiqadi. O'tdan Rayhon Husaynova, Rixsitilla Abdullayev, Nigora Karimboyeva, Nilufar Sotivoldiyeva hamma chiqqan. Mehmon bo'lib borganman men o'tga. Menga boshlovchilikni taklif qilishyapti. Qolgan kanallarni dunyoni boshqa nuqtasida ko'rsatmasligi mumkin. O'zbekiston kanalini kerak bo'lsa oyda ham ko'rsatadi. Vishanya shunday kuchli kanal. U birinchi kanal, O'zbekiston Respublikasi birinchi kanalida ertalab 9 dan 10 gacha jonli efirga menga ishonib topshirishyapti. Katta mas'uliyat bu ham. Ishonib topshirishgandan keyin ham bilasizlarmi qanaqa shok bo'ldi bu narsa. Serialdan keyin televideniya bo'ldi. Televideniyadan keyin Instagram bo'ldi. Sekin bo'lib ketdi. Men o'zi Toshkent davlat sharqshunoslik institutini, xalqaro iqtisodiy munosabatlar fakultetini bakalavr va magistraman. Jahon iqtisodiyoti diplomatiya universitetida kandidatskiy qilmoqchi bo'lib qilolmagan odamman. Humanitar siyosat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankida 9 yil o'z ish faoliyatimni olib borganman. Humanitar siyosat departamenti boshqarma boshlig'i o'rinbosari lavozimidan bir kunda arizamni yozib ketganman. Abdurahmon savoliga qaytsak. boyagi savolimga javob bermadi Jam aka. Mana shunga kelyapman. Endi sekin Shunga hozir
sizlar ana qisqa javoblarga anaqa qilib man uzoqdan olib kelyapman. Yo, olib kelavering o'zingdan, просто esingizdan chiqib ishlar qolmasin. yo'q, qanaqa nolni kim bo'lgan sizda? Mana yetib kelyapman qanaqa bo'lganligini. Kelgan man Nilufar Usmonovani o'rtog'i bo'lganman. Bo'lganman hozir. Xalq uchun. Ha, ha, ha. Xalq uchun Nilufar Usmonovani o'rtog'i bo'lganman. O'zimizni atrofdagilar uchun otamning o'g'li bo'lganman. Man soya bo'lganman. Soya tushyapti. Mana qo'l bo'lsa, o'sha soya man bo'lganman. Otingiz ismlarini aytsangiz bo'ladi? Bo'ladi, Dilshod aka. Otam har doim huquq tartibot organlarida ishlaganlar, ko'pgina shogirdlari bor, hozir nafaqadalar. O'zi podkastlarga blogerlarimiz shunaqa insonlarni chaqirsalar manfaatli bo'ladi. Juda ham odamni falsafalari, odamni o'ylari va maslahat bo'lsa ham asujdat qiladi-yu kimdir. Otam asujdat qilmaydi. Hashiriyat qiladi. Har doim to'g'ri yo'nalishda boshdan bosh o'zi qo'llab-quvvatlamaganlar meni. Yoqmagan. Blogerlik. Yo'q, aktyor, bloger bo'lishi, bankir o'g'illari bloger, aktyor bo'lishi ma'qullamaganlar, lekin hozirgi kunga kelib tushunadilar, fikrlar beradilar. Boshda qabul qilmagan. Yo'q, umuman qabul bo'lmagan. Nafaqat odam taraf qabul qilishmagan meni. Umuman Menimcha har bitta oilada shunaqa bo'lsa kerak. endi bilmadim, qabul qilinmagan, lekin hozirgi kunga kelib faxrlanishadi. Yaxshi bo'ldi. Xalq tanidi. Ha, xalq tanidi. Bu boshqa temaydi, mayli. Shunga kimdir bo'lishidan charchaganman men, ukam. Jamshid Bobojonov 33 yoshgacha kimdir bo'lgan. 33 yoshdan keyin mehnatni boshlab, o'zim harakat qilganimdan keyin mana 400 da o'tirgan Jamakesh Jan Bobojonov bo'ldim. Bu ijtimoiy tarmoq 3-darajada men birinchi serialda chiqqanman. Keyin televideniya jonli efirga borganman. 3-chisi menga keyin ijtimoiy tarmoq kelgan. Men birinchi ijtimoiy tarmoqdan serialga kirmaganman. Yoki televideniyaga kirmaganman. Men birinchi serialdan boshlaganman. Keyin etapni bo'lib ketdi. Men yashashni hozir xudo xolasa 2 oydan keyin 38 yoshga chiqaman. Menga savol berishadi. Jamaka, nimaga yosh ko'rinasiz? Eng katta siri o'zingizlar yosh ko'rgan ish bilan. Shundan maza qilinglar. Va hech kimdan hech narsa kutmanglar, xafa bo'lmanglar. Hech kimdan hech narsa kutish kerak emas, hech kim majbur emas. Hech kim sizni ko'ngingizga qarashga majbur emas. Siz kimdir yaxshilik qildingizmi, u odamdan kutmang, boshqa joydan keladi. Hech kimdan xafa bo'lmang. Xafa bo'lsangiz ham, bo'lmasangiz ham umringiz o'tadi. Men o'ylaymanki, savolga javob berdim. Коротко, ясно, все понятно. Я бы не сказал, что я коротко ответил, но я ответил. Endi Jamakina bitta savol. Bu yoshlarda sotsiumdagi muammo aslida va juda ko'p rezonanslar olib kelayotgan savolni beramiz sizga. Ha. Red flag va green flag bo'yicha nima tushunchalaringiz qanaqa? Nima deb o'ylaysiz? Bu to'g'ri narsami, noto'g'rimi? Birinchidan bu noto'g'ri narsa, bu bitta hype, bitta odam o'ziga e'tibor qaratish yo'li, bu bitta yo'nalish. Men o'ylaymanki, sizlardagi dunyoqarashi keng, ziyoli, chunki nima baralla aytayapman, intervyudan oldin har bittalar bilan suhbatlashib chiqdim va ushbu mavzuni ko'tarib men gapirishim, men bunga hech qanaqa qaramayman. Bu sezonli narsa. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, bahorda nima sezoni? Qulupnayni sezoni. Yozda nimani sezoni? Gilos, o'ri iyunda chiqadi, avgustga borib qontarus chiqadi. Kuzda do'lana yeymiz. Qishda mandarin. Xuddi shunaqa narsa. Buni bir assubiy qilib, banda hattoki bunga munosabat bildirish xohlamayman. Bu sezonli narsa o'tib ketadi. Bu bitta ommani ichida men borman. Mana shunaqa narsa bor. Ha, men shunaqaman. Men unaqaman deydigan bitta yo'li deb o'ylayman. Men o'ylaymanki, bu narsa ham o'tib ketadi. Jamaki, lekin siz men to'g'ri tushunyapman. Siz aytishingiz to'g'ri, sezonli. Lekin bu narsa уже mana 2-yildan beri nabrot rost topyapti. Ya'ni feminizm kuchayyapti. Ya'ni erkak kishi o'zini pozitsiyasini chiqib gapirsa, sen erkak emassan, sen nimasan, sen долженsan. Ya'ni ayol kishilarni hozir juda ko'p insta psevdo psixologlar chiqyapti, ayollar, независимыйlar. Ya'ni aytadiki, erkak kishi senga
sani oyog'ing tagida yotmasa, senga mana buni qilmasa, tashab ket. Hozirgi ko'p ayollar hech qanaqa pozitsiya imej qilmay, hayotda hech narsaga erishmagan ayollar lичностьdan emasda, menga mana bunaqa kerak deydi. Mana shunaqa ожиданияda o'tib ketadi. man bitta narsa aytmoqchiman. Man har doim aytadigan gapim ayollar xo'rlama, sanoni tuqqan deyman o'zi tegam. O'zi ayol bir nihol bo'ladi. Va u niholga qanaqa erkak kishi parvarish qilsa, shunaqa shakllanadi. Men o'ylaymanki, bizani onalarimiz, opa-singillarimiz bo'ladi-ku, o'zagimiz. Millatda kelajagi yoshlar bo'lsa, u kelajakka dunyoga keltiradigan bu ayollar bo'ladi. Albatta. Va tarbiya biz hammamiz tirikchilikda yurganimizdek, uydagi muhitni kim qiladi? Ayol qiladi. Biz shu narsani onalarimizdan ko'rganmiz. Feminizm kuchayishi va siz aytganingizdek qo'z ichidagi psixologlar hammasiga tegmasin, meni eng katta og'riqli narsam, bitta narsani aytaman, bu trend bo'lib qoldi. Qaranglar. Birinchi nima chiqdi? Kosmetologlar chiqdi. Kosmetolog eshitdinglar. Kosmetolog chiqdimi? Kosmetologiya u bo'ldi, bu bo'ldi balobatlar. Undan keyin nutritsiologlar chiqdi. Keyin dietologlar chiqdi. Keyin psixologlar chiqdi. Lok bo'lib ketdi hammasi. Kim ajrashgan bo'lsa, men bitta narsani ko'rib qoldim ijtimoiy tarmoqda, hali o'zi turmushga chiqmagan 20 yasharmisizlar tengi qiz erga bo'lgan munosabat, qaynanaga bo'lgan munosabat, oiladagi munosabatni ko'taryapti. Oldin sen turmushga chiq, hayotni ko'r. go'shanga ko'r, hayot ko'r, boshingdan o'tqiz shu narsalarni. munosabatni ko'r. Keyin sen bu narsa haqida mushohada yurg'iz. Sen hozir hali ko'rmasdan. Endi shu yoshlar bilan bir xilda gaplashib qolsa, mana hozir yaxshi ham psixologim bor yoki o'zimizning kasbdoshlarimiz bilan qilsa, вот я была в психолога так рада, вот я думаю, как люди раньше жили без них deyapti-da. Sizlar o'ylab ko'rganmisizlar? Oldin sizni onangizda, meni onamda, buvlarimizda psixolog bo'lmagan. Ularning psixologi bilasizlarmi kim bo'lgan? Ota-ona. Onasi, ammasi, Xolasi. erkakda tog'a yoki amaki bo'lgan. Gapirmay. Kelib, ular nimaga ular gapirgan, ular maslahat bergan. Chunki boshidan tajribasi bo'lgan odamlar. Hammaligiga ham tegmasa, men o'zimni psixolog tanishlarim o'qiganlar bor. Haqiqatdan o'qiganlar bor. Men Barno Ilhomovani juda ham hurmat qilaman. Men ustozim, Oydin hayotda birga efirga borganmiz. Psixolog. U o'qigan, lekin o'qimaganlar, ko'pinchisini oilasi bo'lmaganlar. Jamiki mana xuddi shu gapni aytayapman, deyman. Oilasi bo'lmaganlar, o'zligi 2-3 darajali bo'lganlar. Va mana qog'oz bor-ku, yaxshi printdan chiqqazsa, men ham o'zim psixolog deb ilib olishim mumkin. Mana devorga ilib qo'yishadi, o'tirishadi, o'qilishadi, bu qilishadi. Hozirgi paytda jamiyatda xotin-qizlarga juda ham katta e'tibor bo'lyapti. Juda ham katta. Men nafaqat Toshkentda, men viloyat yurib, tuman yurib ayollarga bo'layotgan, ya'ni davlatimiz tomonidan ayollarga bo'layotgan e'tiborni ko'rib, men o'ylaymanki, bu noto'g'ri yo'nalishlar, noto'g'ri qarashlar, noto'g'ri tushunchalar nimadan kelib chiqadi? Odamda o'quv bo'lmasligidan kelib chiqadi. Hozir e'tiborlardan kelib chiqib aytamanki, bu narsalar yo'qoladi va bu feminizm, nimaga kerak degan tushunchalar sekin-sekin yo'q bo'ladi. Bu bitta trendga chiqdi, bitta lovilladi. Men o'ylaymanki, joy-joyiga tushib ketadi bu narsa. Har doim o'zbek oilalarida ota bu boshliq, ona bu vazir bo'lgan. Va men har doim o'sha oilamni juda ham adashmasam 10 millioncha prosmotr bo'libdi intervyu berganimda. Oilam buzilishiga men o'zim sababchi bo'lganman. Oila o'xshamasa, ayol kishi emas, erkak kishi aybdor deb izohlaga birroq ko'zim tushsa, meni dabdalaga yozib tashlashgan. Vaholanki bu fakt bu. To'g'ri. Chunki erkak oila ustuni bo'lgandan keyin erkak ushlab turadi, siyosatni qiladi. Ayol kishi muhitni yaratadi.
shuning uchun biz o'zbekmiz, o'zimizni milliy qadriyatlarimiz va tarbiyamizdan kelib chiqqan holatda hammasi joy-joyiga tushib ketadi. Ijtimoiy tarmoqda baqirayotganlar, har xil tushunchalar berayotganlar, men o'ylaymanki, ularga ham insof berib to'g'ri yo'lga tushadi. Neki bo'lmasin, siz qancha yosh bolaga qizilli bu qizil rang emas, oq, qizil rang emas, oq, qizil rang emas, oq deb tushuntirsangiz shunaqa ekan deydi, lekin tabiatga chiqib gilos ko'rganda gilos rangi qizilligini vaqt o'tib tajribasi orqali biladi. O'shaqa deb o'ylayman. Siz bitta zo'r gap aytdingiz yana. Erkak kishi, ana boshliq erkak kishi oilani oldinga olib boradigan odam, ayol muhit yaratadigan odam biz. Lekin bizni yoshligi qiyin-da hozir, Jam aka. Nimaga deng? Nimaga? Chunki bilasizmi, bizning onalarimiz, sizni ham ular SSR paytida boshqacha понятие bo'lganda, erkak kishiga bo'lgan munosabati demoqchiman. Hozirgi ayollar, qizlar deydi. Ya выхожу замуж deydi. Men erga tegaman, agar mamnaqa bo'lmasa deydi. Bo'pti deydi. Yoki-da eri ham komandirovkaga yoki boshqa joyga ketsa, uni nimadir устраивать qilmay qolsa, kelib bizning onalarimiz, men endi o'zimdan chiqib kelib aytayman, ana odam masalan kelmasalar ham adang deb, men mana shunaqa narsani ko'rib o'sganman-da. Keyin men hozirgi qizlarni ko'rib, sizga bekormi bu temani olib chiqmayapmiz-da. Bu juda eng kipet qilgan tema bo'lgani uchun hozirgi qizlar juda nimasi Endi dunyo qarashi o'zgarib ketgan. Endi sizlarga shunaqa qizlar uchrayotgandir. Yaxshi qizlar bor, Jam aka, to'g'ri, lekin 70% hozir bizni dash aprosnik qo'yamiz. Bizning fikrimiz ertaga uylanish. Bizning fikrimiz to'g'rimi? Biz hamma yomonlab tashlaydi. Yo'q, hamma yomonlashda emas, sizlarga bitta narsa bor-da. Hammamiz onglaymiz. To'g'rimi? Ongimiz bor, idrokimiz bor, to'g'rimi? Bitta narsa bor, har doim hattoki itni o'rgatib tushuntirsa bo'ladimi? Tushunadimi? Joyiga borishi hammasini. Inson borki, agar bitta narsani tushuninglar bolalar. Sizlar aytayotsalar 70% u deydi, bizga qiyin bo'lyapti. To'g'ri tushuntirish kerak. Yo'q. Yana bitta zo'r narsa bor. Sevgi degan narsa bor. Bor deb o'ylaysizmi hozir? Sevgi bor. Hozir ham. Bor. Gapingizga javob bering deng hozir menga. Sen ber shu savolga gapingizga javob bering, Jam aka, sevgini deng. Gapingizga javob bering, okey. Men vatanimni sevaman. Endi bu siz Patriotizm bu. Yo'q. Agar sevgim bo'lmasa, men qanaqa qilib vatanimni sevishim mumkin? Men sevaman hozir kunga kelib. Sevgi bor. Nimaga sevasiz vataningizni? Men shu yerda tug'ilib o'sganman. nimadir bergan sizga shu man shu yerda tug'ilib o'sganman. Man har bitta masalan rayhoni-yu, ko'chasi-yu, man shunday chet elga borsam, Toshkentga kelib yoki bu joyga borsam men mazza qilaman. Men o'zimni oldingi ayolimni yaxshi ko'rganman, sevganman. Sevgi bor. Agar ayol kishi sevsa, agar erkak kishi sevsa, ishoninglar, u желтый flag. Sen ketasan, men qolaman. Я это не буду. Я не буду делать макарон жаркоп, я буду пасту делать demaydi. U makaron jarkop qiladi. Mana biz shu narsani aytamiz. Makaron jarkop Shu narsa. Я не буду встречать твоих родителей, я не буду встречать твою сестренку. Зачем она каждую неделю приходит demaydi. Agar ayol sizni sevsa, agar ayolni sevishga e'tibor qilsangiz, ayol kishiga e'tibor qilib, uni ko'nglini olsangiz, ayol kishi tushunadi, ayol kishi yuragi bilan hisli bo'ladi u. Agar sevsa, u erkak uchun hamma narsa qiladi. To'g'ri. Chunki bu shunaqa anavcha ayollar tushun bo'lmaydi deydi. Ayol kishiga ko'p narsa kerak emas. Ayol kishiga e'tibor kerak. Yaxshi gapirish kerak. Agar onangiz asabiga tegsa, onam-ku. Shu yomon onam men yaxshi tug'ibdi. Jonim, qo'y endi. Onam ko'ni qaradingmi? Bitta bahona qilamizda, yur sen bilan Evisga chiqib yoki bitta lavash yeb kelamiz. Yur. Eri opke, bitta lavash olib kelib menga qara. Nima bitta olib keldingiz? Sen bilan shu lavashni bo'lishib yegim kelyapti-ku. Ikkita olishga imkoniyatim bor, lekin bitta lavash yeylik desam, erim menga yaxshi gapiryapti-ku, boshimni silayapti. Erim meni tushunyapti-ku debchi, shu yomon qaynonani ham qabul qiladi. Bolalar sizlarcha To'g'ri podxod qilish kerak. to'g'ri podxod qilish kerak. Sizlar ijtimoiy tarmoqdagi o'tirganlardan sizlar fikr chiqazmanglar, uylanishga qiynalyapmiz demanglar. Va sizlar mahallalarga kiringlar. Toshkentda shunaqa mahallalar bor.
Qoraqamishga boringlar. Mana Rakat mahallaga kelinglar. Qaranglar qanaqa o'zbek qizlarimiz bor. Men o'zim viloyatga chiqinglar, tumanlarga chiqinglar, qizlarni ko'ringlar. Maktabga borsam qizlar chochini ikkiga o'rib, boshi do'ppi atlas limchada kutib olishyapti meni. Meni ko'rgan narsamni aytayapman. Tajribam bor ekan aytayapman. Sizlar agar uylanadigan bo'lsanglar, sizlar ayolinglarni sevsanglar, ayol sizni sevsa, nima bo'lmasa, tosh kessa kemiradi, suv kessa simiradi. Sotsialniy narsalar, я думаю, когда oilada sevgi, e'tibor va bir-birini tushunish bor ekan, hammasi joy-joyiga chiqib ketadi. Ya это не буду делать deb o'tirgan qizam eri uchun, sevgisi uchun любой kaprizni ko'tarib, любойchasiga yaxshi bo'ladi. Sizlar направление to'g'ri olinglar va sevgan insonlar bilan oila quringlar, zo'r bo'ladi. Sevgi bor. Sevgi bor jamaki mana aytdilar. Sevgi bor. Shunaqa bo'ladi, o'tiribsizlar, kafeda o'tiribsizlar, bolalar bilan ko'rishdinglar, iftor qildinglar. Saharligi nima qilamiz? Yo, men uyga boraman, osh yeymizmi? Yana yo studiyaga borish kerak, balobatlar deydi. Shuni o'tib ketganlarda kimdir ko'rasa, ijtimoiy tarmoqdan ko'rasa, jiz etadi. Directga yozasizlar, like'lab bo'lsasizlar, like'dan keyin directga kirarmikin deysizlar. Shunaqa nizapni keladi, o'zingizlar bilmay qolasizlar bu nimaligini. Sizda odamingiz. Aytadi-ku, menga savol berishadi. Siz ajrashish, demak uylanmayapsiz desa, men har doim javob beraman, o'zimni odamimni qidiryapman deyman. O'zingni odaming ozg'in bo'ladi, semiz bo'ladimi? Chochon rangi qanaqa bo'ladi? O'zingni odaming bo'lgandan keyin meni odamim deysan, qabul qilasan. Shunaqa bo'ladi. Ya'ni o'zinglarni ideal deydigilar emas, shunaqa qilib qo'yadiki, minus taraflari ham ko'rmaydi. Agar u ham sevsa, sizni minus taraflaringiz ham ko'rmaydi. Это не буду делать demeydi. Erim uchun, oilam uchun deb shunaqa bo'lib kelgan, shunaqa bo'ladi. Hozirgi aytayotgan muammolar menimcha bu Просто hype. Yo'q, hype'liga tugur, har doim mana misol uchun kafega kirdinglar. Bitta stol ichib o'tirgan bo'lsa, butun kafedagilar ichib o'tiradi degan emas. Lekin определенный aholi shu narsani qiladi-ku. Yo'q, sizlarni hayotingizda shunaqa uchragandir va sizlarda shunaqa bo'layotgandir va Eng qizig'i uchramagan xalqdagi muammoni olib chiqadi. Xalqdagi agar shu muammo bo'ladigan bo'lsa, muammoning yechimi oddiy. Agar ikki sevishgan, ikki yosh birini sevsa, ne budu, ne хочу degan narsa bo'lmaydi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, mana jamaki aytdilar, eshitdinglar. Ya'ni ikkita sevgan odam bo'lsa bo'ldi. Ayol kishiga ko'p narsa kerak emas bolalar. Ayol kishiga e'tibor kerak. Bu pretenziyalar qilib, urush janjal qilayotgan ayolga ham, значит, qattiqdir e'tibor kamroq bo'lgan va uni tushunishmagan. Ayol kishining tilini topsang, e'tibor qilsang, unga mehr bersang, sen meni eng bittamsan, bilasanmi? Mana ishdan keldim, ishxonamizda buxgalteriya bor. Buxgalteriya 4 ta ayol o'tiribdi. Qaradim, hammasi o'ziga qaragan, chiroyli, ishga keladi, ishini qiladi. Juda ham zo'r, mijozlar keladi, u qiladi, hammasi kulib kutib yoradi, lekin bilasanmi? Xotin o'sha chiroyli 4 ta buxgalteriyadagi ayollardan ko'ra, san shtapel ko'ynaging bilan, mehr bilan tayyorlagan kartochka paloving achchu bilan shunaqa yoqimli desin. Haligi ayol jonini berib yoradi. Bolalar yoshsizlar. Men ham erib ketdim, aka. Ayol kishiga e'tibor berish kerak. Sizlar yoshsizlar-da, hali vaqt. Erkak kishiga nima berish kerak unda, jamaki? Erkak kishiga mehr berish kerak, ishonch va mehr berish kerak. Hamma narsadan qo'li ursa, ayol kishi bekorga qo'li urmaydi bolalar. Nimaga men tushunmayman mana shu. Yo, ayol kishi bekorga erini tekshirmaydi. Telefonni bekorga qo'lamaydi u. Povod berish kerak emas. Men shunaqa oilani bilaman. Hattoki telefoniga kod qo'ymagan ular. Na xotini, na eri. Chunki siz menda bor. Chunki siz povod berdingizmi unga? Unga shubhalanishga povod berdingizmi? Bo'ldi. Qizil zona. Siz ayol kishi tarafi o'zi yaxshigina himoya qildingiz, har xil pozitsiya bilan to'g'ri aytdingiz. Yo, mana ukam bitta narsani gaplashaylik-da. Har xil pozitsiya bilan ayol kishini himoya qilyapsiz, deyapsiz. Hayotdan, o'zi, tegidan, tabiatan Ular slabroq.
Men sizni hamma aytgan gapingizga qo'shilaman. Jamaki mana sizni mana katta deb birinchi o'chirib, ikkinchidan sizni oilangiz bor, farzandingiz bor. Men sizni gapingizni eshitish menga yaxshiroq, chunki siz bu narsadan o'tgansiz. Lekin juda ko'p rezonanslar bor. Siz aytasiz-ku, umuman tashab qo'yinglar, u yechiladi, ikkita odam bir-birini sevadi va shunaqa. Lekin siz bitta narsani upuskach qilyapsiz-da, juda Instagram degan yomon istochnik bor. yomon bitta istochnik bor. Biz sizga masalan mana shu savolga qo'shmasdi mana shu narsani. Bu mana shu muammo hozir настолько hozir pikdaki, odamlar ishonasizmi, bolalar. Mana men sizga aytaman, endi bilmayman qanday qabul qilasiz. Ko'p bolalar hayoti bilan o'zini o'zi o'ldirishga is qilyapti, mana shu qizlarni deb, mana shu mani hech narsam yo'q deb siqilib qoladi, stressga kirib ketib qoladi. Demak, u juda agar bitta qiz bolani deb o'zini joniga qasd qilayotgan bo'lsa, u kuchsiz inson. Mana erkak kishilar har bitta qilgan ishi порицаемый hozirgi zamonda. Masalan, lekin hech kim ayol kishi chiqib, masalan, bitta случай bo'ldi. Qozog'istonda bitta ministrni o'g'li bitta ayolni urib, o'ldirib, nimadir bo'ldi-ku. Ministr o'zi urib o'ldirib. Ha. Siz qarang, butun dunyo eshitdi-da u narsani. Butun dunyo uni yomon deb tashadi. Jamaki nechta ayol o'ladi boshqa joylarda. Lekin nimaga uni olib chiqishdi? U chunki odamlarga hayp. Men ishonmayman, odamlarda haqiqiy sajleniya yo'q odamlarda. Именно o'sha temaga nisbatan. Yaqinlardan tashqari. Yaqinlardan tashqari demoqchiman. O'sha yerda ham bilasizmi, kommentariy bo'lsa, bitta post 100 mingta kommentariy bo'lsa, 99 mingtasi on red flag, on tiran. Mana flagni o'sha yerdan olib kelishdi. Ya'ni abuser. Lekin abuser degan gapni kim o'ylab topganini bilsangiz agar, Fransiyadagi ayol kishi o'zini eriga xiyonat qilib, eri uni tutgandan keyin "Men sen bilan ajrashaman, ket" deganda, "Sen nima abusermisan?" degan. Ayol kishida sal bundoq o'ziligiga kelsanglar, bu gap qatdan chiqib kelgan bilsanglar, men o'ylayman, etishni to'xtatishadi sal erkakligi. Ya'ni erkak chiqib mana qo'lim og'riyapti desa, "Sen erkakmisan o'zi? Sen o'zi mana bunaqa pozitsiyam bor, to'g'ri biz erkak kishimiz, biz kuchlimiz, biz добытчикmiz, biz ko'p narsani chidashimiz kerak." Lekin ушимляют права мужчин. Lekin bunga hech kim ahamiyat bermaydi. Yo'q, dedan aytamanda, nimaga chidashimiz kerak? Ko'p narsaga chidaymiz. Jamaki bundan siz bizdan yaxshiroq bilasiz. Yo'q. Mana keltiringlar, mana chidashimiz kerak. Hozir bor-ku, shunaqa gapirib siz. Erkak kishi жертва. Yo'q, ни в коем случае. Yo'q, в каком смысле? Mana abuser etdingiz to'g'ri. Ayollarning huquqi ko'tarilyapti, erkaklar qolib ketyapti, bolalar. Ayol kishi tabiatan ojiza. Okey, buni etdik, men sizlarga gapirib berdim, sizlar tushundinglar. Lekin bolalar hozir o'zini o'zi o'ldirib qo'yapti. Faqat ayollarni. Ijtimoiy tarmoq nimani ko'p odamlar klikni qilsa, shuni ko'tarib berishyapti. Siz aytasiz, sizlar ikkalovilar o'tirdinglar, siz aytmadingiz, Instagram degan vafo bor deyishdi. Bolalar, sizlar hali yosh bola, maktabda lanka o'ynab yurganingizda Одноклассники degan vafo bo'lgan. Biz o'sha yerda o'tirganmiz. Lekin siz paytingizda unaqa narsa bo'lmagan-ku. Nimaga bo'lmagan? Jamaki siz bitta narsani biling, hozir bizga hate tushmasa, biz hamma aytgan gapingiz bilan biz qo'shilamiz. Biz ayollarni sevamiz, biz erkak kishiligimizni bilamiz. Bizga yechim bering, yoshlarga. Nimaga yechim berish kerak? Sizni oilangiz, bu sizni oilangiz. Bitta государство oila. Siz qanaqa siyosat qilsangiz shunaqa bo'ladi. Nimaga kimdirga qanaqadir yechim berish kerak? Hammaning o'zining yo'li bor. Siz misol uchun uyga borib hozir saharlik qilasiz. Bu borib saharlik qilmasdan tutadi. Hamma o'zining qonuniyati bor. Kimga yechim berish kerak? Oila shakllangandan keyin oilada zaima понимание bo'lsa, o'ta abuser ham bo'lmaydi, жертва ham bo'lmaydi, hech narsa bo'lmaydi deb o'ylayman. Prostacha buni globallashtirib, ayollar feminizm oshib ketdi. Men bu aslo men ijtimoiy tarmoqda sizlar podpisatsiya qilgan odamlarga podpisatsiya qilmaganman yoki men umuman Instagramga kirmas ekanman bo'lmasa. Sizlar shunaqa aytib beryapsizlarki, shunchalik ayollar bo'lib erkaklar hozir. Jamaki bitta savol beraymi sizga unda? Sizga bitta ayol aytayapti, "Sen menga gul bermasang, sen erkak emassan" deyapti. Men mana shunday aytdim. Internetda mana shunaqa gap. Notanish ayol aytayapti. "Sen menga birinchi svidaniyada gul bermasang, sen erkak emassan" deyapti. U erkak svidaniyaga ayol kishini chaqirganmi o'zi? Chaqirgan ham deydi. U noto'g'ri ayolni tanlabdi bo'lmasa agar shunaqa deydigan bo'lsa. Ha, mana asl muammo shu yerda. Red flag agar shunaqa bo'lsa, agar shunaqa deydigan qizga o'zi e'tibor tortgan bo'lsa, agar если это его выбор,
Shu gapni eshitishga loyiqlikni o'ziga loyiq deb topgan bo'lsa, shu gapni eshitsin. Bolalar mana ko'rdinglar, ya'ni yoshlari 38 ga kiradi yaqinda Yo, man- aytyaptilar. Yo, gapingizni bo'ldim-da. Menga gul bermaganimcha erkak emassan dedi. Men dilim og'ridi. Sani vыборingmi bu? Voy, biz uni Jamaka biz Skiprus yomon bizani bor-ku, har taraflama noto'g'ri qilib qo'yapsiz. Yo'q, har taraflama emas. Qaror tashlading, просто 9 qo'ydilar. Yo'q, bolalar bitta narsani to'g'ri tushuninglar-da, shunaqa aytib beryapsizlar, ayollar yomon, feminizm, faqat ayollar erkak Ayollarni yana bir marta biz sevamiz sizlarni ayollar, biz odammiz. albatta sevamiz, chunki bizani ona tuqqan. Biz yomon demayapmiz, Yo'q. endi heyt tashlamaydi. Heyt tashlashda emas. Men agar noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam, bo'pti, men noto'g'ri gapiryapman. Siz subyektiv мнениеңizni aytyapsiz. Bu yerda to'g'ri, noto'g'ri degan narsa men hayot bo'yicha men to'g'ri, noto'g'ri degan narsa yo'q deb hisoblayman. Yo'q. Chunki to'g'ri, noto'g'rini bu общество bilan навязанный narsa. Keling, ani faktdan hadis qilamiz jamaki. Xo'p. To'g'rimi? To'g'ri, noto'g'ri degan. Siz uchun kofeni o'tirib ichish to'g'ri-da, kimdir uchun noto'g'ri. To'g'ri. Hammada subyektiv va obyektiv мнение bo'ladi. Hammada o'zini hamma o'z Dunyoqarashi fikri bor. bor, o'zini Lekin bitta narsani aytaman-da, bolalar mana shu idishda ichida kofe bor. Buni mana ichiladi. Buni qiyinlashtirish kerak emas. Uzr, jamaki men 6 aytmoqmiz, siz bizani 9 qilib qaytarib qo'yasiz. Davom ettiringlar. Yo'q, nimaga olmaymiz? Yo'q, men shu narsa aytmoqchi edim. Men qiyin, mana yuribdi, mana. Mana yuradi bu. Buni bunaqasiga qo'yib, bunaqasiga yurg'izish kerak emas. Men mikrofon turibdimi? Mana shu pastdan mana shuga ulangan, tepadan osilib mana shunda tursin deyish kerak emas. Qiyinlashtirmanglar. Mana qiyinlashtirmang deyapsiz, to'g'rimi? Mana sizga primer tasavvur qiling, Nodir uchrashuvga chiqdi. Xo'p. Nodir oddiy oiladan, o'zi ishlaydi. Nari beri bir 5-6 million oylik topadi. Bir 70% uy ketadi, qolgan 30% o'zini расходiga. 1 million dedi. 2 million. million. 1 million so'm qoldi. Qiz bilan tanishdi. Birinchi uchrashuv. Endi Yunusobod qanaqadir Optim gul bozoriga borib turib 150 ming so'm, 200 ming so'mga gul qildiryapti-da. Xo'p. Boryapti, beryapti, qiz bola nima bu deyapti-da. Shunaqa dedimi? Misol uchun Endi shunaqa bor-ku. Yo'q, shunaqa bor, a? Bor. Gul berdi 200 minglik. Bor. Qiz shunda olib nima bu otibordimi? Yo'q, endi otvorganlari ham bor jamiki. Yo'q, bo'ldi. O'sha otvorganlari haqida gaplashaylik. Otvordimi? Paka? Bo'ldi, aylash kerak bo'ldi. Orqa Nodir ket. Net, da, hop, misol Nodir ketdi. Xo'p. Keyin o'sha qiz uchrashuvga chiqqan Boshqa odam olgan primer. Instagramga kiryapti-da. Men palonchi bilan bugun ko'rishdim-da, menga mana bunaqa narsa qildi deyapti. Xo'p. Pas 200 ming so'mlik qanaqadir spirga olib keldi deyapti. Xo'p. Uni qanaqadir Laylo o'qiyapti, Mohira o'qiyapti, Shabnam o'qiyapti, Shahnozi keyin o'zini dugonlariga aytayapti. Xo'p. Shunaqa qilib Toshkentdan chiqqan informatsiya ketdi. Tushunasizmi? Qo'qonga ketdi, Vodiyga ketdi, Qoraqalpog'ga ketdi, Xorazmga ketdi. И вот так вот она распространяется. Xo'p. И исходя от этого, qizlarning miyasi уже programma bo'lib ketib qolyapti. То, что agar hozir men uchrashuvga chiqsam, menga ham shunaqa bo'lib qolsa-chi, ertaga qanaqa bo'ladi deb qolsa. O'zi birinchidan to'g'ri narsa, to'g'ri misol keltirildi. Juda ham zo'r to'g'ri. Hozir yana kulishinglar mumkin. To'g'ri. Nodirni xatosidir o'sha qizga chiqqanligi o'zi. Men siz aytganingizni misol ko'rdi-da, jis qildi-yu. Buni aytmoqchi bo'lganlari nimaki, hamma odam har xilda. Yo'q. Masalan, 200 minglik, yo'q, 200 to'xtab turlaring. To'xta. 200 minglik gulni qabul qilmaganligi u qizi muammosi. Merkantilligini muammosi. Uni agar Shabnam Shahnozaga aytib, Shahnoza agar Nodirga bitta ulibkasiga yoqib qolsa, 50 minglik so'm bersa ham, Lola olib kelsa ham, wow deydi bolalar. Nimaga qiyinlashtiryapsizlar? Ijtimoiy tarmoqda shuncha обсуждение bo'lyapti, shuncha narsa muammolar bo'lyapti-da. Biz qotib qoldik retroaktiv. Jamaga bu narsa hammaga qiziq. Oyiga qancha daromad qilasiz?
oyiga har xil bo'ladi. Bu именно ijtimoiy tarmoqdanmi? Yo'q, в общем. Misol uchun serialda o'zi определенный summa bor. Kimdirlar kunbay ishlaydi aktyorlar, kimdir seriyasiga oladi. Menda Yasin Sinema bilan, ya'ni Durdona To'laganov ustozim, rejissyor bilan ishlaymiz. Men kunbay emas, seriyaga. Qolgan rejissyorlar bilan kunbay ishlayman. Ijtimoiy tarmoqda когда как bir oy yaxshi bo'lishi mumkin, bir oy bo'lmasligi mumkin, har xil bo'lishi mumkin. Men o'ylaymanki, oyiga $10,000 topma, $100 top, barakasi bo'lsin deyman. Hamma narsa barakada. To'g'risi rizqqa yarasha. Bir wow deydigan joyi ham yo'q, bir yomon deydigan joyi ham yo'q. Ana aytmayman, qora qozonim qaynab turibdi demayman, xudoga shukr yuraman, mashina, kiyim, kechak, chetga chiqish, o'rtoqlar bilan restoranda ko'rish, shu bilan ro'zg'or qilish, svet, gaz degandek, yer solig'i, mulk solig'i degandek, chunki yer solig'i, mulk solig'i, gaz, svet so'zlarini, o'sha termini keltirgan odamgina shu narsaga pul to'lagan odam keltirishi mumkin deb o'ylayman. Shu joylari rizq nasibiga yarasha nolimayman. Barakasi bo'lsin ukam. Shu. Keyin mana masalan oylik xarajatlaringizni hisoblaysizmi? Masalan oy tugadi. Oylik xarajat albatta har bitta o'zi nafaqat hisob kitobda o'zi har doim sarf hisob qilish o'zimga odat qilganman. Hammani yili 31 dekabrdan 1 yanvarga o'tsam, men tug'ilgan kunimda yil hisoblayman. Ya'ni oylikni sarf hisob qilgani kabi, prixod, rasxodni hisob qilgani kabi 1 yil davomida nimalar erishildi, nima xato qilindi, nimalar yo'qotilindi, shularni sarf hisob qilaman. Shu uchun hisob kitob nafaqat ishda, pulda, hayotda va shu hayot yo'lingizda qilgan ishlar sarf hisob qilishingiz o'zingizga manfaatli deb o'ylayman. Bu narsani qilib ko'rish kerak. Maslahat beraman, tug'ilgan kuningizdan, tug'ilgan kundan keyin tug'ilgan kungacha hayotingizda kim bo'ldi, kim chiqdi, nimalar bo'ldi va qanaqa dilozorliklar, xafagarchiliklar bo'ldi. U sizlarni o'zingizlarni qaysidir qilgan ishingizdan shu narsa sizlarga kelganligi va shu narsadan o'zingizlarga kerakli xulosa olganinglar bilan sarf hisob qilishinglar kerak deb o'ylayman. Bekordan bekorga hech qaysi inson ertalab turib, bizda premyera zo'r ko'rsatib qo'ydi, Nodir deb premyer qilamiz. Ertalab Nodir turib, Kamron dilini ortishim kerak, Kamronni shu xafa qilishim kerak deb chiqmaydi. Qanaqadir vaziyat kelib chiqarkanki, shu vaziyatdan kelib chiqib, sizni dilingizni og'ritgan narsa u taraflama. U uchun normal bo'lishi mumkin. Har xil vaziyat bo'ladi. Men seriallarda ham bo'ladi, salbiy qahramon, lekin salbiy qahramonning ham o'zining haqiqati bor. Hech kim yomonman demaydi. Hamma yaxshi, hamma o'zining haqiqati bilan. Lekin biz shu narsani to'g'ri qarashni va to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Kimdir uchun normal narsa, kimdir dilini ortib qo'yishi mumkin. Misol uchun men unda bitta ish bo'ldi, epizod o'ynayapman serialda. Bu yerda ikkita aktrisa gaplashib turibdi. Men bu yerda juda ham katta epizod, emotsional epizod o'ynayapman. Bu yerda ko'zim ishlash kerak. Bu yerda gaplashishyapti. Hozir podkastda ham chalg'inyapti, suhbat bo'lganligi uchun ahamiyat bermayman. Epizodda men O'zbekiston xalq artisti Said Komil Umarov bilan ishlayapman. U odam kechirmaydi xatolik. Ko'zim ishlash kerak. Ikkita aktrisa gaplashyapti. Tak dedim, men dedim, epizodda men hozir dedim. Ro'zani birinchi kuni edi. O'tib ketdi shu narsa. Keyin ertasi kuni iftorlikka shu yana gruppa bilan qilsam, Sitora bor, samarqandlik qiz. Ey, огромный привет. Shunaqa zo'r qiz. Lasishka deb chaqiraman, samarqandlik Harir qiz. Sitor. Men bilan serialda Ya'mur rolini o'ynayapti. Ikkita Sitora gaplashib turgan bo'lgan. Sitor dedim, nima burcha bo'lib yuribsan desam, "Вы меня обидели", dedi. "Когда я тебя обидел?" desam, "Вы вчера, не вчера, а o'sha kuni ekan kechqurun. Вы сегодня утром накричали на меня", dedi. Понимаете, да? Men nimani misol keltiryapman. Men epizod o'ynayapman, xalaqit qilmalaring deganim unga shunaqa botgan. Va если я тебя обидел dedim, diling og'rigan bo'lsa meni kechir dedim. Tushunyapsizlarmi? Har xil bo'lishi mumkin-da. Men hisobot to'g'risida ketdi, sizlar aytayotgandirsizlar, jam akam o'tlab ketyapti. O'tlab ketayotganim yo'q. Men sizlarga
keng tushuntirishga harakat qilaman. Keyin aytyapsiz, serial deyapsiz, vlog deyapsiz. Asosiy keladigan daromad imенно qaysidan? Bilasizmi, asosiy keladigan daromad bittasini ijtimoiy tarmoqdan ham keladi, serialdan ham keladi, ko'rsatuvlardan ham keladi. Kelaveradi. To'ylardan, uchrashuvlardan, viloyatlarda uchrashuvlarda yuribman, o'tdan ham keladi. Qanaqa uchrashuv? Sal tushuntirib o'tib keta olasizmi? Uchrashuvlar, muxlislar bilan uchrashuvlar bo'ladi. Maktabga boramiz, chekka-chekka qishloqlarga muxlislar bilan ko'rishgani, viloyatlarga chiqamiz, to'ylar bo'ladi, ochilishlar bo'ladi, har xil. Qatdan kelishdan qat'iy nazar barakasini bersin deyman. Keyin mana bu seriallar deyapsiz-ku, kinolardan ham takliflar kelyaptimi? Albatta keladi. Prosta vaqt masalasi bor. Menda kontentim bor. Televideniyam bor. Serial zo'r narsa, lekin serial bitta narsasi bor. Bitta serialga kirib qo'yganingizdan keyin kamida 1 yil vaqtingiz ketadi-da serialda. 60 ta seriya bo'ladigan bo'lsa, 9 oycha ishlaysiz-da unda. Har kuni syomka bo'ladi, normirованный syomkalar bo'ladi. Xo'p. Yana bitta savol. Xo'p. Hozir siz aytyapsiz, asosiy daromad sotsial setdan. Bu qanaqadir biznesingiz bormi? Yo'q, absolutno biznesim yo'q. Недвижимость. Kelajakda Yo'q. ya'ni недвижимость endi menimcha kvartira, uy, xonadon o'ziga Yo'q, men bitta o'g'ilman, oilada 3 ta farzandmiz. 2 ta singlim bor. Bitta singlim turmushga chiqqan, bitta singlim 16 yosh. Men bitta o'g'ilman. Shunda nechinchi farzandsiz? Birinchisiman. Eng qiziqarli fakt keltiraymi? Men o'rtanchi singlim bilan 10 yil raznitsam. O'rtancha. Ikkinchi singlim bilan 21 yil raznitsam men. Qanday bir-birlarini konnektdan ushlash qiyinmi o'zim? Juda ham oson. Sizlarga bemalol suyana dunyo bozdirsagan. Men singillarim bilan har doim aytganman, qanaqadir muammoyim bo'lsa, qanaqadir neto bo'ladi-ku hayotda, siz qiladigan narsa bo'lsa, ko'chadan eshitmay men yonimga kelib gapirdim deyman. Singillarim bilan munosabatim juda ham yaxshi, gruppamiz bor. Bir-birimizga hazillar qilamiz. Kichkina singlim misol uchun podrostok deydigan bo'lsak, misol uchun 2008-yil. Bemalol na уровне gaplashaman singlim bilan. Ana uyalib, onam orqali emas, singlim primoy kelib men bilan bemalol gaplashib ketishi mumkin. Maktabda bu muammo bo'lsa, men boraman. Qanaqadir narsa bo'lsa, men boraman. Men недвижимость olishga, uy olishga anaqam uyim bor, o'zimga yetarli. Kelajakdachi, misol biznes ochish. Men kelajakda biznes ochaman, biznesmen emasman, men ijodkorman. Men ijodimga, mana san'atimga nasib qilgan bo'lsa bo'lar mengachada jam shunchalik ovqat qilsam bitta restoran ochib qo'ysang bo'lmaydimi deyshadi. Restoratorlar bilishligi kerak, o'zi yo'qni ko'zi yo'q bo'ladi. Agar men restoran ochadigan bo'lsam, men kuxnyada tepasida turishim kerak. Men serialga tusha olmayman, men kontent ola olmayman, men viloyat yura olmayman. Chunki o'zi yo'qni ko'zi yo'q. Hech qachon inson o'ziniki bo'lmasa, istiqdildan qilmaydi deb o'ylayman. Tim bo'li ovqatda sifat bo'lish kerak. Tim bo'li siz shuncha yildan beri shu yuzda shu nom uchun harakat qilyapsizmi? Hayotdagi bitta odam ovqatingizni noto'g'ri qilib qo'yib, sizni yuzingiz, nomi shuncha qilgan mehnatingiz bo'lishi kerak emas. Shu uchun vaqti kelib, agar nasib qilgan bo'lsa, jam oshxonasi, chestная kuxnya ocharmiz, xudo xolasa, jam foods bo'lar, fast foodlar bo'lar, ile PP retseptlar bo'lar, bayjami bo'lar, bilmayman. Lekin hozirgi kunda men biznesmen emasman, men ijodkorman. Men ijodkor odam, operator ijodkor. Sizlar ijodkorsizlar. Nodir zerikdi, esnagisi kelyapti, ili uxlagisi kelyapti. Ijodkor odam tabiatdan maza qiladi. Chiroyli narsadan maza qiladi. Shu uchun men o'zimni biznesmendek his qila olmayman. Menga 9 yil bankda o'tirib hisob-kitob narsadan yetdi. Menga rolingni o'yna, gonoraringni ol, kontentingni ol, reklamangni ol, intervyuga suhbatlash ket. Qiyinlashtirmayman. Keyin правильный питание deyapsiz, men bu o'zim полный правильный питание deyapsiz. Chunki vazn tashlashga menda 140 kilo bo'lib 78 kilo ozganman. 1,5 yil davomida dietada o'tirganman. Hozirgi kunda ham vaznimni har doim kontrol qilib turaman. Hozirgi kunda misol uchun Ramazonda gluten yemayapman, non yemayapman umuman. Gazli ichimlik ichmayapman. Hatto hamma narsa yeyman. Va og'iz ochganimdan keyin ovqat o'tmaydi. Bitta kofe ichaman. Keyin 10:30-11 u narsa yeyman, keyin saharlik yengil narsa yeyman.
bo'ldi unaqa ovqat tanlamayman. Любой joyda ovqatlanib, o'zimga o'zim ham syomkalarda shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Magazindan kolbasa bilan nonni ham urib yuborishim mumkin. Ovqatga umuman kaprizim yo'q. Rejimchi, rejim. Rejim man kuniga 8 yoki 10 mahal ovqatlanaman. Qo'y. Yaxshi. Kam, Kam, lekin ko'p. tez. Ko'p qilmayman. Tez. Ertalab turaman, kofemni ichaman, buterbrod yeyman. Onda bu narsa yeb olishim mumkin. Perekuslaganda kun davomida. Kun davomida har doim bu yerda yolg'on gapirishga bermaydigan odamlar bor. Yonimda 2 yil, 2,5 yil yurdi. Biladi, что men qanaqa ovqatlanishimni постоянно bu narsa yeb yuraman. Постоянно bilishadi, har doim bu narsa yeb yuraman. Ani bitta o'tirib, bir chelak ovqat yeb, keyin yotishdan oldin yana bir chelak ovqat yeb yotib uxlamayman. Kam, tez. Jamaki endi mana shu ovqat haqida gapirdik. Men o'zim asl Xorazmliman-da. Xorazmni traditsiyalari, Xorazmni dasturxoni, ya'ni mana shu o'zi umuman Xorazm haqida bir fikringiz bormi? Yoki nimadir bilasizmi Xorazm haqida? Xorazm bu nafaqat san'ati, taomnomasi bilan bu bitta mavzu. Xorazmliklarni mehri, bir-biriga bo'lgan oqibatini juda yaxshi ko'raman. Men o'zim Xorazmdan o'rtoqlarim, do'stlarim bor, ularning san'atsevarligi, mehmon do'stligi bu bitta juda katta mavzu. Har bitta O'zbekistonimizda 13 ta region bo'ladigan bo'lsa, har bittasini o'zining jilosi va fayzi bor. Men anaqada Instagramda xorazmlik qo'shiqchi Xulkar Abdullayevani dandirab qolgaysan qo'shig'ini makillab qolgaysan deb Xorazm chugurmalarida chiqib aytganman. San'atini juda ham yaxshi ko'raman. Taomnomasi Xorazm to'g'risida qancha gapirsak shuncha kam. Aynan nimasi haqida bilmoqchisiz? 3 ta taom ayta olasizmi? O'zingizga yoqadigan ham. Ayta olaman, shivitoshi. Shivitoshi. Ha, Xorazmguch. Ha. Men gummalarni yaxshi ko'raman. Gummalarni yaxshi ko'raman. Qo'rilganligini ham, qatlamasini ham, hammasini. Keyin Xorazmda 3 kunlik pomidori bo'ladi. Xorazm noni bo'ladi. Xorazm nonining turlari bo'ladi. Go'shtligi, pomidorligi, oddiysi bo'ladi. Haligi qaranglarda mana sizlarga haqiqiy lazzat etmoqchiman. Qiyinlashtirmaymiz. Podkastimiz juda qiyin bo'lib ketsa o'ylaylar ham, ovqatda ham osonni aytaman. Hamma marketlarda yoki Xorazm taomlari qiladigan kafelardan Xorazm nonni so'raysizlar. Xorazm nonni so'raganingizdan keyin Xorazmda 3 kunlik pomidori bo'ladi. 3 kun u tuzlanadi. Uni yeyish texnikasi bor. Uni olib vilkada bo'ladigan bo'lsalar, u tashlab yuboradi. Uni postini artib, birinchi tishlab suvdan bahramand bo'lasizlar. U boshqacha emas. Nonni oldinglar, nonga chesno bor-ku. So'zlarlarni Chesnoni nonga surdinglar. Keyin mayli ayting. Keyin 3 kunlik pomidorni surdinglar. Kamron. Boshqa hech narsa kerak emas. Mana mazza. Mana rohat. Mana lazzat. Shunaqa dahshat. Men oddiysini aytdim sizlarga. Shu nonni yeyishim mumkin. Keyin sho'r kabobi bor Xorazmliklarning, kaboblar qilishadi. Setka kabobi bor, sho'r kabobi bor, tuxum baraki bor, qutur baraki bor, go'k baraki bor. Kadi barak. Kada degani qovoq degani. Chunki Xorazmlik obunachilarimiz kada deganimizda tushunchalar har xil-da. Tushunishdi. Qovoq degani. Chunki men Xorazm san'atini yaxshi ko'raman, albatta zamonaviy qo'shiqchilarni yaxshi ko'raman, atush ijodini yaxshi ko'raman. Atush bor. Zo'r qo'shiq bor atushchi. Qo'shiqlarda maza qilaman, klassikani juda ham yaxshi ko'raman. Komiljon Otaniyozov san'atlarini juda ham yaxshi ko'raman. Facebookimda podilitsiyam qilib qo'ydim. Bitta qo'shiq shunaqa yoqdi. Uni ham qo'yib beraman. Otajon Xudoshukurov ashulalarini yaxshi ko'raman. Sog'inaman, o'rta onaman.
degan qo'shiqlariga maza qilaman. Xorazmda xalpachilik yo'li bor, xalpalarimiz bor. Xalpadagi san'at, xalpadagi so'zlar dahshat bo'ladi. Mazolim degan qo'shiq bor. Dahshat san'at suvoralar bor. Klassikadan keladigan bo'lsak, zamonaviyda Xurshid Eshniyozovani juda ham yaxshi ko'raman. Xolkar Abdullayeva yoshlardan Atushaqada, Gulruh bor, eshitaman. Keyin Shahlo degani bor. Sallayeva. Voy. Bitta ashulasi bor, kasal qildi Shahlo Sallayevani qo'shig'i. Shunaqa sokin aytgan, shun chiroyli aytgan. San'ati ham, taomnomasi ham, munosabati ham juda ham zo'r. Men aytaman, Xiva holligi yo'qdir, lekin xorazmliklarning bitta holligi bor, uni dasturxonligi deyman. Dasturxonligi gap bo'lishi mumkin emas. Ular hech qachon ol deyishmaydi. Ol degani bu go'yoki yema degandek bo'ladi va xorazmliklar har bitta xorazmlik bo'lsa, uyliga borib muzlatgichga ochsanglar, marjinlikda bo'lmadim deganda 2 kilo chuchora bo'ladi. Qorninglar to'yadi. Har doim uyligida bo'ladi, har doim o'tirganda kiraveradi. Kaboblar ham, hammasi ham mana xorazmlik do'stlarimga, Xorazm ahliga, xorazmlik chiqonlarimga, yuraklarimga salom. Xorazmliklarga men salom yaxshimisizlar, xarmonglar. Xo'sh, endi bitta kaversniroq savolga yetib keldik. Demayman. Bu sal nima deydi anu? Siz balki yo'q deyishingiz mumkindir, lekin yo'q demasangiz kerak deb biz bu savolni tayyorladik. Ya'ni siz Nilufar Usmonova bilan do'stsiz. Boya aytganingizdek, telefon qilib hozir Nilufar Usmonovaga $200 qarz so'ra olasizmi? $200? So'ra olaymi? U bermaydi. Nimaga? U bermaydi. Nimaga? Nilufar Usmonova hech qachon ma demaydi. Nilufar Usmonova ber deydi. Men 5 ta bolam bor, matadinochkaman deydi. Men bilaman-ku. Qani o'rtoqlar, mana bitta anons, performance в первую очередь jamakadan hozir Nilufar Usmonovaga telefon qo'ng'iroq bo'ladi va hamma qolganini o'zingizlar ko'rasizlar endi o'rtoqlar. Undan oldin chiqib bitta podpisatsiya qilib, like bosib, kommentariy yozib qo'ysanglar. Nilufar Usmonova ko'pchilik so'raydi. Meni 23 yillik do'stim. Va telefonimni Nilufar Usmonova bilasizlar, uni yozib qo'yganman. Powerbank. Ya'ni siz energiya oladigan insonsiz. Keyin oxirida bu shouda deb aytsangiz bo'ladi, jamiki. Kesiladi agar shunaqa bo'lsa. Siz O'zbekiston telekommunikatsiyalariga salom. Bu yerda ayb O'zbekiston telekommunikatsiyasi emas, sizlarning joyinglar. Ha. Yaxshi emas. Ne tushunmayapti. Qolmami? Ana. 7-etash. Nesichu? Alo. Assalomu alaykum, o'rta. Alo. 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 Telegramdan qilasiz. O menga qilyapti. Ilojsiz qilyapti. Bizda dogovor bor, uzilib qolsa, u menga qilib kerak. Hozir u Agar ular qilsa, siz obratdan chiqib olishingiz kerak, to'g'rimi? Tövbe, sanki stres tashaveradi. qaraya. Assalomu alaykum o'rtog'im, qalaysan? Assalom. Tuzukmisan? Tinchmisan? Ha, nima gapsiz? O'rta, menga $200 kerak edi, berib tura olasanmi qarzga? Nima qilasan? Berishim kerak edi joyga. Nodir degan bir xorazmlik bola kelibdi, shu so'rayotdi. Qarzingni olsam. Yo, yordam bering aka deyapti-da. Yo'q, so'rayapti. Endi Ramazonda yaxshilik qilish kerak-ku, berasanmi, ha yoki yo'q degan. Sanga?
Nodar qarz olaman. Qachon qaytarasan? O'shanga qarz olyapti, sen unga qaytarishing kerak. Yo- O'shanga qaytarish kerakmi hali yaxshilik qilayotgan bo'lsang? Yo'q, o'zi so'rayapman-da endi. Bir haftada qaytaraman. $210 qilib. Chunki o'zingga tushasan. Bo'pti, $210, $10 qilib berganim yaxshiroq ujundan ko'ra. Berasanmi? Beraman. Kartaga tashlab yuborasanmi? Tashlab yuboraman. Ha. Birinchi nomerga tashlayman. Yo'q, Nilufar, men hozir Pat mikrofonim degan podkastda edim. Assalomu alaykum Nilufar opa, yaxshimisiz? Yo'q, men hozir podkastdaman. O'sha Nilufar Usmonovdan $200 so'raydi dedi, menga bermaydi. 5 ta bolam bor, mat ajinochkaman deb aytadi desam, bilmayman nimagadir o'z podkast ketganimi bilmadi bu. Yordam so'rading-ku, deding-ku, baba ishlatgan emasdim. Podkastdan senga salom berishyapti. Alaykum salom, rahmat. Endi baba o'zingga tushding-a? O'zingga tushdim. Xudo xolasa kelsang bo'ladi. Как раз uyning yonida ekan ofisligim. Uydamisan? Ha, uydaman, kel, o'tiramiz. Bo'ldi. Choy qilib beraman, mistik choy ichib o'tiribmiz. Bo'ldi, men bu yerdan chiqib o'taman yoningga. Bo'ldi, ana kel. Bo'p. Ana kelyapti, ana jan. Kel. Uyda nima ovqat bor? Hamma bor, kelur. Yo, iftorga nima yeding? Kelur choy. Iftorga nima Kelur yeding? jivachga chaynaymiz. Bo'pti, davay. İftorga anaqalar pirojkalar pishirildi, chalti pishirildi. Nel ishonasan? Nel, men 3 ta boshlovchi o'tiribdi-da, hamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Murka bilan 9 ta odam qarab turibdi. Sen bilan gromkada gaplashib o'tiribman. Bo'pti, gaplashamiz. Bo'pti, ovqat bor, lekin shu ovqat ham bor. Bo'ldi. Nilufar opa, sizni ham kutib qolamiz podkastimizda. Nelu, seni ham kutib qolishar ekan podkastda. Rahmat, katta. Xudo xolasa. Yonadi-yu, keyin podkast. Bo'pti, davay. Bu yoqda Kamron bor ekan, Nodir bor ekan, bitta bola bor ekan. Shu bola bilan sen ko'rishishing kerak edi. Jas qilgan ekan. Bo'p. Balog'imiz qilib. Gapirma, bitta qizga 200 minglik gul bergan ekan, u qabul qilmagan ekan. Xudosi yaxshi bo'ldi, undan chiroyli, undan zo'rlari bor. Shu mana o'sha dedim, shu. Onasi o'tmaganlar qand. Gapirma. Bo'pti, o'rta gaplashamiz. Bo'pti, xo'p. Xo'p. Qara, Jamaki, men uni kraynik qilib qo'ymayman hamma narsada. Men hamma joyda kraynik bo'lib qoldim. mayli, misolga. Mana Juda qiziq na самом деле rubrika sal chayildi, nima? Atmosfera чуть разбавилась. Я очень rad, то что Jamaki отказ qilmaganingizga biz вообще xursandmiz. Sizni bu darajada ochuv, bundan nima deydi, xalqqa yaqin inson siz deb lichni men o'ylamagandim. qanaqa odam deb o'ylagan edingiz? Siznimi? Agar sizni subyektiv meni мнением qiziq bo'lsa aytib beraman kameraga xohlasangiz. Men sizni bo'lib yopiqroq, ya'ni bo'lib introvertroq odamsiz deb o'ylovdim. Salani nima deydi, muloqotdan uzoqroq, faqatgina ekranda xalqqa yaqin deb. Chunki men aytaman-ku, men to'g'risini aytaman. Meni birinchi впечатлением siz haqingizda shunaqa edi. Hozir masalan turganingizdan keyin boshqacha gapirganimdan ko'ra sizga to'g'risini aytaman. Sizni konkretniy introvert, tushundingizmi? Konkretniy meni shou biznesda mana bunaqa nomim bor deb odam bilan tengmas, tepadan bundoq pastga qarab gaplashasiz deb o'ylovdim. Lekin meni o'sha stereotip birinchi o'ylashlarim ketdi. Ya'ni aytganingizdek jaydar takoni haqiqiy ok ekansiz, qizlarni sevadigan, ayol kishilarni himoya qiladigan, bizani to'g'ri yo'lga boshlaydigan bo'ldingiz. Yo, bitta narsani aytaman-da, san'atkor, ijodkor, u bloger bo'ladimi, omma bilan ishlaydigan odam ommaning ichida bo'lishi kerak. Agar ommaning ichida bo'lmasa odam, ommadan ajralib turadigan bo'lsa, u bo'lmaydi. U kim bo'lishidan qat'iy nazar omma bilan ishlaydigan, ijod qiladigan odam omma bilan bo'lishi kerak. Agar men shuni ichida bo'lmasam, men Jamol Vajanov bo'lmayman. Sizlar ham mana yuzinglar podkast chiqyapti. Men ishonaman Nodir. Men ishonaman sizga ham. Kamron yuzinglar taniladi, hali juda zo'r bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Lekin bitta narsa bor-da. O'zbekiston va Tojikiston xalq artisti Yulduz Usmonova bitta gapi bor. Xalqdan chiqdingmi, xalq ichida bo'lish kerak. Biz xalq ichidan chiqqanmiz.
man xalq ichidan chiqqanman. Man shu mani o'zim auditoriyam manikilar. Shu uchun har doim xalq ichidan bo'lib, xalqqa ichida bo'lib, xalq xizmatini qilgan odam hech qachon xor bo'lmaydi. Shunaqa deb o'ylayman. Bu men sizlarga balandparvoz gaplar gapirayotganim, men rostini aytaman. Bor narsa. Bor narsani aytaman. Xo'sh. Keyingi savol. Keyingi savolni Abdurahim bilan kamroq beringlar. Keyin anu narsa qilsangiz, nechta farzandingiz bor? Bitta o'g'lim bor. Bitta o'g'lingiz bor. Ayolim bilan ajrashganman. Necha yoshli farzandingiz? 9. Как бы siz bilan birga yoki keling bilan birga yashaymi? Yo'q, O'zbekiston Respublikasi qonuni bo'yicha farzand onasi bilan bo'ladi. Farzandimni onasi turmushga chiqqanlar, O'zbekistonda yashashmaydi. Farzandimni olib ketganlar. Shunaqa juda ham ziyoli oilani farzandi bilan oila qurganmiz, taqdir bo'lmay ajrashib ketganmiz, farzandimiz bor. Bu o'sha hamma intervyuda aytganman, bu yangilik emas. Jan Bobojanov deb meni muxlislarim yoki obunachilarim bu to'g'risida bilishadi va bu narsaga men normalniy qarayman. Men ajrashganman, hayotim bu emas. Bo'lgan, bo'ldi, normal. Shuncha qiz bor, onasi o'pmagan. Nima qilamiz siqilib? Yo'q, shuna hayotda shunaqa vaziyat bo'lar ekan. Lekin bo'ldi. Shunaqa bo'ldi. Qachon uylanamiz, aka? Bu juda ham global mavzu. Men juda ham xursandman. Ikkita buvimdan, ota-onamdan, do'stlarimdan, obunachilarimdan tashqari sizga bu qiziq bo'lgani, xudo xolasa, nasib qilsa, agar o'zim odamimni topsam, albatta o'sha kunlarga yetkazsin. Agar uylanadigan bo'lsam ham, albatta taklif qilaman. Xudo xolasa. Sizlar bitta narsani bilinglar. Meni o'zimni ham akam bo'lganda ko'p narsani tushunmaganman. Akalar bo'lgan, tushuntirishgan. Nimaga hozir boshida aytganimizdek psixologlar, coachlar, motivatorlar bo'lyapti. Bizda akalar bo'lgan. Akalar tajribasi bo'lgan. Shunga aka deb kelsanglar, albatta sizlar qiyin qilib chalkash qotgan narsani Yengil yechimi bo'lishi mumkin. Savollar beringlar yana. Nechta davlatlarga borgansiz? Qaysi davlatni yaxshi ko'rasiz, imенно sayohat uchun? Sayohat ko'p davlatlarda borganman. Istanbulda yaxshi ko'raman. Istanbulga o'zi to'g'risini aytaymi? Hech qayerda aytmagan narsam. Anons. Men uchishdan qo'rqaman. Yo'q. Men uchishdan qo'rqaman. Lekin shunda ham juda ham ko'p joylarga bor. Uchishdan degani samolyotda? Samolyotda, anaqada uchishdan. To'g'ri, samolyot. To'g'ri, Kamron meni to'g'ri aytdi. Samolyotdan qo'rqaman. Shunda ham Tailandga boribman 8,5 soat uchib, Phuket maza qilib dam olib kelganmiz. Ko'p davlatlar to'xtamadi lekin. Yo'q, uchish to'xtamaydi. Endi shu yo'lni tanlaganmiz, ertaga gastrol bo'lib qolishi mumkin, uchrashuvlar bo'lib qolishi mumkin. U qo'rquvim, meni muammoyim. Meni kutayotgan odamlar bor, ularning muammosi emas. Shu uchun ko'p joylarda bo'lganman, hozir pistonchi falon joyda bo'lganman. Deyishim bo'la zerkalli bo'lib qoladi. Ko'p joylarda bo'lganman. Lekin shu ya'ni borgan joydan o'shga tortadi-yu, masalan, baribir. Yo'q, men Istanbulga tortadi. Bursani juda ham yaxshi ko'raman. Men men uchun serialida Bursada syomka bo'ldi. Jamoli qizi degan ko'yda, qishlog'ida xinoli qor olingan. Hozir yosh kattalar u serialni ko'rishgan bilishadi. O'sha yerda bo'ldim. Juda ham yoqadi, lekin mana shu uyimga kelib, men o'zimni poflutusga ovqatim, bir kosa mastavam, o'zimni o'sha korzinkada sotadigan yopgan nonimga yetadigan. Hammalar bunaqa tushib qoldinglar, men kuchga kiryapman, sizlar bunaqa bo'lib qoldinglar. Boshlovchilarga ahamiyat bermaysizlar, chunki men ikkinchi qahramon ekanman. Mendan oldingi bo'lgan qahramon bularning energiyasini shimib, yo'q qilib, oxirida men keldim. Ana iftorlikda Nisholda qaymoqlar svejiy bo'lib turib, keyin iftorlik kech qolib 9:30da kelib, ana yig'ishtirmaymi degan qolganiga kelgan men bo'ldim. O'shanga uchalov suvga tushgan bolkonda o'tiribdi. Aslida Jam aka aytgan gapingiz bilan qo'shilmayman mutlaqo. Xohlasangiz nimaga desangiz tushuntirib beraman. Sizdan oldingi bo'lgan mehmonni bu o'zim kesib tashlashim ham bo'ladi bu gapni. Men nima demoqchiman sizga? Siz prosta intellektual darajada
faktli aytyapsizda, tushundingizmi? Sizni gapingizni oddiy gapni bundoq chiqarib yuborishni o'zi ham bo'lmayapti. Yo'q, hazillashyapman. Uni Ha. qo'yish shart emas. Kesilaring, просто Masalan, maza qilyapman. Eshitib, masalan, bilasizmi, sizni ham endi kattaroq akalaringiz bor-ku, shundoq qaraysizda, tak hozir mana shu odam to'g'ri gapiryapti, maslahatlarini eshitib qolaydi hozir. Agar maslahatlaringizni o'rtasiga kirib, bunaqa qilsam, men manfaat olmayman. To'g'ri, birinchi bizani selimizni odamlarga, xalqqa berish manfaat, lekin o'zimga ham olib qolishga men har doim yo'q, sog' bo'ling, ilohim. слушать. Manfaatli bo'lsin. O'shanga intervyuimiz boshlanishidan oldin duo qilganda manfaatli bo'lsin. Albatta. Hammamizga. Savollar beringlar, yana savollar bo'lsa gaplashamiz. Ha. Kesadigan joylarini kesib tashlaysizlar-ku baribir. Kerak-ku. 37 minutdan menimcha 10 minut qoladi-da. O'shanga berilaring savollaringni shaqillatib urib tashlaymiz. Bitta savol bor. Hozirgi jam, mana hozirgi 15 yoshlik jamni ko'rib nima degan bo'lardi? Maslahatmi или mana bu narsa qilman debmi? 15 yashar jamni ko'rganimda men hech narsada maslahat bermasdim. Yo'l yo'riq ko'rsatmasdim. Mana xatoni qilmagin demasdim. Agar 15 yoshli jam 38gacha ko'rgan xatolari, tajribalari bilan kelmasa, bunaqa jam Babajanov bo'lmasdi. Hayotingizdagi eng afsus chekayotgan bir momentingiz. Men hech narsadan afsuslanmayman. Absolutno. Men shunaqa umuman hech narsadan afsuslanmayman. Ketgan ketdi, qolgan qoldi. Men kecha Somali bo'ldi. Ko'rdingiz storiyangizda. Somali Nazarbekda bo'lib, aktyorimizning uyida bo'ldi. Sensiz serialida o'sha uyda syomka qilganmiz. Tasavvur qilgan, Sensiz serialni birinchi mavsumiga tushayotganimda enimda qimmat kiyim, qo'limda qimmat barsetka, lekin sigaret bilan yo'l kiramga pulim bo'lmagan. O'sha uyga borganman Nazarbekga. Aktyorlarga, boshqa o'zimdan kichkina aktyorlarga olib ketdim. Или taksida borganman. Pulim yo'q edi. Bu fakt. Kecha mashinamda Kamron o'zimni pulimga olgan mashinamda, Oppo o'zimnikida. Da. Rulga o'tirib, ketib, mashinada rulga ketib, ichim titrab ketyapti. Shu uyga ko'p bordim. Da. Именно kecha shu narsa men esimga tushdiki, shu yo'llardan Nazarbekning postidan o'tib, Tarnovda-da, uzoq. Taksi ham bormasdi-da, отказ qilib yuborardi Yandex. Uzoqligidan. O'shanga absolutno hayotimdan chiqib ketgan, hayotimda bo'lgan, dilimni og'ritgan, xiyonat qilgan, ustimdan kulgan, izdivatsiya qilgan, haligacha kulib, har xil bo'xtonlar to'qigan, har xil yomonliklar gapirib, men to'g'rini gapirgan har bitta insonga kattakon rahmat. Sizlarga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Asujdat qilganingiz uchun, kulganingiz uchun, yomon ko'rganingiz uchun, bitta dasturxonda o'tirib turib ketganimdan keyin gapirganingiz uchun, yuzimga kulib va siz boshqachasiz deb olib ketganimdan keyin har xil gaplar gapirganingiz uchun kattakon rahmat. Dilimni og'ritganingiz, yuz o'girganingiz, yolg'izlatib qo'yganingiz, hammasi uchun rahmat. Agar sizlar shu ishlarni qilmaganingizda, men hozirga 38 ga chiqibman, mana ukalarim aytishdi, jamiga yosh ko'rinar ekansiz deyishdi. Shunaqa Jan Babajanov bo'lmasdi. Sizlarga kattakon rahmat. Aslida motivatsiya kuchli gaplar. Hech kimdan hech narsa kutish kerak emas. Hammasi bo'ladigan vaqt soati kelib, bitta zo'r haqiqat ayting. Ayting. Hamma o'ladi. O'lim haq. Siqilasanmi? Siqilmaysanmi? Red flagmisan? Nimasan? Kimsan? Qanaqasan? Hammamiz boradigan joyimiz bitta. Semizmisan? Ozg'inmisan? Chiroyli kiyinganmisan? Qimmat kiyinganmisan? Xunukmisan? Chiroylimisan? Blogermisan? Vlogermisan? Coachmisan? Psixologmisan? Hamma o'ladi. Va men o'ylaymanki, bu dunyoda qilgan yaxshiliklarimiz, yaxshi amallarimiz qoladi. Shu uchun siqilsanglar ham kuninglar o'tadi, siqilmasanglar ham kuninglar o'tadi. 1 million so'm topsanglar ham kuninglar o'tadi, 100 ming so'm topsanglar ham kuninglar o'tadi. Har bitta kunga shukrona qilib, har bitta
kundan bahramand bo'lib, hozir mart oyidamiz. Bu bahorga yeta olmaganlar qancha biza baxtlimiz. Ertalab saharlik qotganimiz, qushlar sayrashi, iftorlikdagi quyosh botishidan qarab turishimiz, diydor. Iftordan keyin ko'pchilik peshkom yuryapti. Bahorda toza havosida nafas olamiz. Bahor qiymatini 35 yoshinglardan keyin sezasizlar. Bolalar, sizlar yoshsizlar. Hali voy zo'r deysizlar. O'sha sizlarni o'zinglarni tengdoshinglar ketgandan keyin, sizlar tayangan opanglar, akanglar o'tib ketgandan keyin, o'zinglar aka va maslahatgo'y bo'lib qolganinglardan keyin bahorni nafosati, yozni iliqligi, kuzni oltinligi, qishi kumushligini his qilasizlar. Bu uchun vaqt kerak bo'ladi. Shuning uchun har bitta lahzadan bahramand bo'lish kerak. Hayotdan muruvvat kutmanglar. Hayotdan muruvvat sug'urib olinglar, maza qilib yashanglar. Chunki O'zbekiston shunaqa joyki hech kim ochiq qolmaydi. Bir-birdan nonimiz bilan choyimiz bor, barakamiz bor. Shunga shukr qilish kerak. Yana keyingi savol beringlar. Xo'sh. Mana azizlarim, otalar so'zi aqlning ko'zi o'z nihoyasiga yetdi. Alisher Navoiy ko'chasi 40-uyga xatringlarni kutib qolaman. Tugadimi, bo'ldim? Nima? Hazillashyapman. Otalar so'zi degan ko'rsatuv bo'ladi. Yosh kattalar shunga prikol qildim. Bu prikolni yoshlar bilmaydi. Bular Instagramda o'tiradi. Tak, Jam aka, mana seriallarda ko'p tushyapsiz. Lekin anu kinodan kelyaptimi? Filmlarga Yo'q, chiqish. badiiy filmlarga taklif yo'q. Sabab nima deb o'ylaysiz? Boyitijani vaqtli, to'g'rimi? Yo'q, kinodan bir marta taklif tushdi. Abduvohid G'aniyev kinolari kastingga bordim. Menimcha kastingdan o'ta olmadim, keyin chaqirishmadi meni. Menga kinodan talab yo'qdir hali. Serialdan talab bor. Kinodan talab yo'q. Bir marta shu Abduvohid G'aniyev chaqirdi. Bordim. Foto proba, video proba bo'ldi. Men o'tmadim, boshqa aktyor o'tib ketdi. Talab yo'q kinoda, значит. Bu sizni qanaqadir siqadimi? Nimaga men bo'la olmayman deb. Absolutno siqmaydi men. Afsuslaningman deyaptilar-ku. Kimdir serialga tushishni orzu qiladi. To'g'ri. Kimdir telenovelaga tushishni orzu qiladi. Kimdir pod mikrofon podkastiga kelib o'tirishi, mana uchta yosh navqiron, ambitsiozni bola bilan suhbatlashishni orzu qiladi. Menga erishdim, shunga shukr. Muzika bo'yicha-chi, masalan, muzika aytish. Ya shular hozir kontentim чтобы bir xillik bo'lmasin, odamlarga har xil raznoобразие bo'lsin deb ashulalarga olib parodiyalar qildim. Bu parodiyalarni Shukurlo Isroilov bilan rahmatli opamiz Halima xonim 15 yil oldin qilishgan. Halima xonim yo'llaridan o'tib duolarini olib qilganman. Sal boshqacharoq bo'lsin. Ham Nigor Abdullaxonova bilan vaynlarimiz bor. Orada kinolardan joylar qo'yib turamiz. Qo'shiqchilikka men da'vogarlik qilmayman, lekin o'zim auditoriyam uchun bir yangilik qilmoqchiman. Albatta, kliplar olib, Malohatga qilganda-ku вообще zo'r. Nima ovqat qilganman. Nima ovqat deb. Bir ovozim bir qo'ng'iroqda emas, uni bir narsa qilib, чтобы odamlarga kayfiyat ulash uchun qilib endi men kliplar qilib bunda Kamron bilasam tegab aytaymi? Ertaga nima bo'lishini Xudo biladi, bilmayman men. Может, ertaga oradan vaqt o'tib, ketib afisha ko'rib qolsam, jamakam shunaqa degdi-ku dersiz. Meni o'zimga agar 5 yil oldin Nodir, sen podkastga kelasan, sana intervyu olishadi degan jinnimisan derdi. Ertaga nima bo'lishini Xudo biladi. Biza menda o'zimda shunaqa narsaki, keng qarayman hamma narsaga. Почему нет? Agar o'xshab qolsa, Hayotga keng qarash kerak o'zi. Ko'p xohlaysan, ko'p narsa olish uchun ko'p narsa xohlash kerak va harakat qilish kerak deb o'ylayman. shunaqa to'g'ri. Ana ko'plar bilasiz maktabda ko'p ustozlar aytadi. Mana shu temani ham bir gaplashish o'zani maktab temasi bor-ku. Men o'ylayman maktabda juda noto'g'ri qonun sistema. Ya'ni tualetga chiqish uchun qo'lingni ko'tarib, maylimi deb ustozdan ruxsat so'rash kerak. Bu qullikda men shunaqa deb o'ylayman. Chunki Xo'p, siz fikringiz? Men shunaqa deb o'ylayman. Ham ujani nima deydi? Farzand mana yosh bo'lib turibdi, 7-8 yoshli bola bo'lib turib, unga yoshligidan san deydi, aqlli bo'lishing kerak. San hech kimning gapidan chiqmasliging kerak.
tayyorgina soldat armiya yaratishadi deb o'ylayman. Nimaga частный maktablar ochilgan? Nimaga ularni masalan sistema o'quvchi sistema nima ilm berishi boshqacha masalanda. Xo'p. Частный xususiy maktablarda o'quvchi hojatxonadan chiqish uchun indamay turib chiqib ketadimi? Yo'q, o'tam polibus. Yo'q. Частный maktabda vaqt bo'ladi, окошко. То есть o'zingiz masalan нужданgiz bormi shu narsaga? Bemalol chiqib kelasiz. O'sha vaqtda нуждан bo'lmasa-chi, o'sha vaqtda emas, boshqa vaqtda. Окошко deb aytganim sal noto'g'ri aytdim. Agar chiqqisi kelsa, ruxsat so'ramaydi. Shunda turib chiqib ketadimi? Yo'q, man tualetga deydi. Или я по телефону man tualetga. Oddiy maktablarda я вас уверяю, Jamaki. Men o'zim o'qiganman. Men ham o'qiganman. Chiqazishmagan paytda bo'lgan masalan. Ustoz ma'lum chiqsa, o'tar joyingda deb yo'da kimdir даже uradi. Men ko'p anaqa eshitaman. Yo'q, o'zingizda bo'lganmi shu narsa? O'qituvchingiz urganmisiz? Men urmagan. Urmagan. Men ham. Mana shu savolingiz yomon ekan Jamshidga. Ha? Mana shu savolingiz yomon ekan deysiz. Lekin men hozir men ha deganimda ham o'zingda bo'lganmi deb. men ha deyishim mumkin edi. Chunki men bu narsani ko'rganman, men yonimda bo'lgan. Lekin men o'ylaymanki, aytadi-ku, ustozlar ham charchiydi, ularni ham to'g'ri tushunish kerak. Urgan odamni to'g'ri tushunishi o'zi bo'lmaydi-da. Agar bitta narsa bor, bitta narsani keltirib beraman. Bitta kasb egalari bor ekan bolalar. Butun umr tik oyoqda ishlashar ekan. Ularni har doim tik oyoqda ishlashar ekan, ulardan qo'lidan eng zo'r san'atkor ham, eng zo'r davlat arbobi ham, eng zo'r biznesmen ham ketgan ekan, bu ustoz va muallimlar. Albatta guruch ko'rmaksiz bo'lmaydi deyshadi. Albatta bo'ladi, emotsional holatlar bo'ladi, lekin meni hayotimda menga qo'lida o'qigan ustozlarimdan hech qachon kalta yemaganman, sinfdoshlarim ham kalta yeganini ko'rmaganman. Bunaqa narsa, bunaqa stress bo'lmaganman-da. Vaholanki o'zi men o'ylaymanki, mana ham jiyanim bor, bog'chaga chiqadi. Jamiyat, bog'cha ham bir jamiyat. Uyda bog'chaga bormagan bola bilan bog'chaga borgan bolani farqi bo'ladi va o'sha maktablarda ham bekordan bekorga shu sistema o'ylab topilmaganiki, qo'l ko'tarib ruxsat so'rash, chunki parada 1 soat 20 minut bo'ladigan bo'lsa, darsda 40 minut bo'ladi, misol uchun. Endi частный shkolada shunaqa sistema qilishgan bo'lsa, hayotimiz hozir ravnaqi zo'r bo'lyapti, zamonaviylashib ketyapmiz. Shunaqa akoshkalar qilib qo'yishibdi. Biz paytda qo'l ko'tarib chiqardik. Bu uchun men o'zimga bir travma olmaganman, menga bir qiyin bo'lmagan, qo'limni ko'tarib ustoz chiqib keladi deyishim bir muammo bo'lmagan, o'zimni hech quldek his qilmaganman. Agar kimdir o'zini quldek his qiladigan bo'lsa, menimcha uni muammosi, u o'zini travmalari bilan kurashish kerak deb o'ylayman. Yo'q deyman. Дальше olib borishi nimasi yo'q, chunki shkala есть, buni nima deydi, katta uchonnilar. Masga hozir aytgan gapi o'zi katta milliarder odamlar gapirgan. Buni noto'g'ri deb. Men sizni fikringizni ham bildim. Buni hech kim qiyin demayapti. Demak, men bu narsani qiyin deb bilmayman. Prosta qo'lni ko'tarib mumkin deganda yo'q deyishi noto'g'ri deb ham o'ylayman. U agar shunaqa deb ustoz shunaqa qiladigan bo'lsa, men o'ylaymanki, unaqa o'qituvchilarga, agar yo'q deydigan o'qituvchilarga, agar emotsional holat shunaqa bo'ladigan bo'lsa, ularga insof berishni so'rayman. Hozir men o'zimning fikrimni bildirdim. Siz o'zingiz fikringizni bildirasiz. Har bittamiz o'zimizning fikrimizni bildiryapmiz. Lekin men o'zim hech bunaqa narsani o'zimni uchun qilmaganman. Mana hozir Nodir shu mavzuni ko'tardi. Rostdan ham qo'l ko'tarib hojatga chiqib kelsak, maylimi ustoz degan ekanmiz deyman men. Shunaqa bo'lgan. Rahmat, esimga tushdi shu narsa. Esimda yo'q edi. Men o'ylaymanki, bu mana sekin-sekin xususiy maktablar ochilib, bu sistema o'zgarib, bir boshqacha yo'nalishlar qilinayotgan ekan. Men o'ylaymanki, yana buni ustida ishlashadi, chunki bu maktab va maktabgacha ta'lim bo'yicha vazirliklar va o'zini ustalari o'zini ish faoliyatini olib borishadi. Men o'ylaymanki, yechim topiladi. Demak, 2 kilo limon, 52 ta gumma, 2 ta serial kolbasa olib borganman. Qaysi sohadagi odamga qiziqsa bo'ladimi? U kargosi bor odam edi. Okam, juda ham yaxshi okam. Bitta joyda o'tirishda edim. Yozib qoldilar. Jam Dubayga keldilar, men aytdim, "Voy" dedim, "Okajonda borardim" dedim, Dubayga unda viza bo'lardi.
2 kun ketardi viza olishga, 1 kun ketardi Dubayga. Ha boraman, hazillashyapti deb o'yladim. Kelasan dedi. Bo'ldi, kelamadim. Ertaga kelasan dedi. Ertaga uspet qilmaysiz-ku, ya rishu dedilar. O'sha o'tirishda o'tirgan joyimda pasportini jo'natdilar, pasportimni jo'natdim. O'sha o'tirishga borganimga 3 soat bo'lsa, kechqurun edi hattoki. Toshkentda. Bilet hal qildilar. Bilet, viza hal bo'ldi. Nima bor edi dedim. Gumma olib kelgan, limon olib kel, kalbasa olib kel dedilar. 52 ta gummani olib, 2 ta kalbasa olib, 2 kilo limon bilan borganman. Nimaga solgansiz u gummani? Nimada olib borgansiz? Idishda, konteynerda. Panirovkada bo'lganda-ku. Yo'q, setkada oddiy o'sha gummani ertasi kuni olib, sovutib, setkaga o'rab, teshib, servelatni o'zi qog'oziga o'ralgan edi. U limon chimodanga solib borganman. KVPdagi просто Odamlar, понимаем degan. Normalniy. Bitta bankada sovus olib borgansiz kamida. Yo'q, sous olib bormaganman, so'sini qilib berganman u yerda. Gummani sousini qilish muammo emas-ku. Tomatniy pasta, suv, chesnok, ukrop, tuz. Где-то anaqasini nordonligini olish uchun 4 ta shakar solib ham zo'r bo'ladi. Yana bitta retsept mana. Sizlarga jamakadan bepul respekt. Retsept. Shunaqa poyezdkalar bo'lgan, juda ham ko'p bo'lgan. O'zi aytdim, uchish qo'rqaman deb, lekin shunaqa spontana poyezdkalar juda ham ko'p bo'ladi. Boramiz. Nima bo'lsa bo'ldi. Nima bo'lsa bo'ldi. Bir boshga bir o'lim. Jamaka. Xo'p. Sizni mana shu oxirgi paytlarda eng qimmat baho nima xarid qildingiz o'zingizga? Aynan o'zingizga. Necha pul va nima? Nimaga sarf qildingiz? Balkim putешествие. Lekin bitta narsa bo'lishi kerak. Jamakani ham o'ylantirib qo'ysa bo'ladi ekan-ku. Yo'q, o'zim hech narsa olmabman-da. Tamam, mashina almashtirdingizmi? Yo'q, mashinani almashtirganimga 1 yil bo'ldi. Oxirgi yil o'zimga qimmat oldin bilasizlarmi, kiyimni kiyish uchun olardim. Savol beringlar. Kiyimni kiyish uchun? Ha? Hozir nima uchun olasiz kiyim? Ishlash uchun olaman. Tipa spets одежда do'st? Yo'q. Yo'q. Ha, oddiy kiyim Komfort demoqchisiz, to'g'rimi? Yo'q. Obrazga. Obrazga ishlash uchun serialimga, misol uchun kostyumlar qilamiz, Rekvizit. kontentimga Yig'olasiz. oldin kiyish uchun olardim. Mana shu jinsingni deylik. Zara kirdik, udobniy ekan, oldik. Oldin men kiyimlarni shunaqa olardim. Hozir ish beradigan kiyim kerak menga. Shtoda har doim bazovim bor, oq qora, ichimdan keladigan, ustimdan keladigan shimim bo'ladi-ku, shunaqa. Oxirgi paytda o'zimga qimmat narsa ichimdagi jamani balans qilmabman. Qimmat narsa olib bir xursand qilmabman. Lekin Ramazonga menga sovg'a berishdi. Sovg'a oldim Ramazonga. Do'stim Nilufar Usmonov Ramazon tuhfasi qildi. Misol uchun har doim men hamma muxlislarim hamma biladi, men har doim aksessuar, mana shu 2 ta aksessuarni taqib yuraman. Har doim 3-chi aksessuar bo'lib bu kirdi. Bunga sovg'a oldim. O'zim qimmat xarid qilib, qimmat narsa olmabman. Kiyimdan ham faqat ish uchun, men uchun yashash seriali uchun hisoblab chiqsam 7 ta kostyum olgan ekanman. Men uchun yasha. Men uchun yashash seriali. Hozir. Ha, o'sha serialni qo'yib yuborib, glавный rollarda. Ha. 7 ta kostyum olgan ekanman. Shu 7 kostyumni aylanibdi. Undan tashqari 2 ta kostyum bor ekan, uni ham aylantiribman. Oldin kiyish uchun olardim, hozir ishlash uchun olaman. Oxirgi marta nodir o'zimga bir qimmat narsa qilib unaqa narsa bo'lmabdi. Lekin ichimda jamshid xursand qilishim kerak. Chunki u ishlayapti, harakat qilyapti, ishlayapti va baribir ham inson o'zini o'zi xursand qilib turish kerak deb o'ylayman. Lekin ovqatlanishda o'zimni xursand qiladiganim bu ota-onam bilan kamdan kam ishda bo'laman-da, ota-onam bilan o'tirishim, ishda bo'laman, do'stlarim bilan diydorlashishim bo'lsa kerak. Kamdan kam ishda bo'laman do'st. Kamdan kam uyda bo'laman. Ha, prosta. Kamdan kam do'stlarim bilan ko'rishaman, chunki uydagilarim ham do'stlarim ham bilishadi. Menda syomka yoki ishim bo'lsa, hech narsa nima bo'ladi, qanaqa tadbir bo'ladi, nima bo'lishidan qat'iy nazar ishga ketaman. O'zbekiston xalq artisti yana bir marta sitat keltiraman. Yulduz Usmonovaning bir zo'r gapi bor. Sevgan yoring xiyonat qiladi. Yaqinlaring xiyonat qiladi. Kerak bo'lsa
jigarlaring xiyonat qiladi. Bitta narsa senga sodiq qoladi. Bu sening ishing degan. Ishi bor inson dili og'rib xafa bo'lsa ham, men o'zim sizlarga o'xshagan intervyu olamanda, har doim intervyumda ko'pincha beradigan savolim nimani kechirib bo'lmaydi deb savol beraman. Va ko'pchilik mashhurlar xiyonatda deyishadi. Xiyonatni kechirib bo'lmasa ekan, undan qanaqa qilib siz shu holatdan chiqib ketgansiz deganimda 95% ishlab chalg'inib chiqib ketganman deganda. Men ham xiyonat og'ir juda narsa deb o'ylayman. xiyonatni og'ir narsa deb o'ylang. Xiyonatni His qilmaylik. his qilmang. Chunki xiyonat turlari bo'ladi, sevgidan, do'stlikdan, yaqinlardan. Xiyonat his qilmang, siz shunaqa deb o'ylang, bo'ldi. Siz hozir shunaqa bo'lsin. Shu uchun eng qimmat o'zimga pozorat qilgan narsam bu yaqinlarim bilan diydorlashish bo'lib qoldi shekilli. Покупка qilmadim. Agar покупка qilsam, обязательно aytaman sizlarga nima покупка qilganim. Hozircha покупка qilganim yo'q. Shu uchun xiyonatni bilmaylar, ishlanglar. Nima bo'lsa qat'iy nazar ishlanglar. Ish hamisha sizlar bilan qoladi, ya'ni hunar bo'lish kerak. O'shanga oldindan ota-bobolarimiz hunarli bo'lsin deyishmaganda, chunki hunari bor inson hech qachon och qolmaydi. Har doim ish bo'ladi. Ish bo'lgan joyda chalg'ish bo'ladi. Baraka ham bo'ladi. Deb o'ylayman. Ha, yo'q, mayli. Keyin anu tushkunlikka tushgan paytingizda nima bilan shug'ullanasiz? Men tushkunlikka tushgan paytim piyoda yuraman. Va piyoda yurganimda o'zim bilan o'zim gaplashaman. Inson piyoda yurganda o'zim bilan o'zim gaplashadi deb o'ylaydi, lekin inson o'zi bilan emas, vijdoni bilan gaplashadi. Shu uchun yolg'iz qolib o'zim bilan o'zim gaplashishni yaxshi ko'raman. Tushkunlikka tushganimda musiqa eshitaman, ovqat qilaman yoki kadrga kiraman. Oldin kuxnyaga kirib ovqat qilganimda miyam o'chardi. Hozir kadrga kirganimda miyam o'chadi. Kamera motor deyishi bilan Jamshidning muammolari emas, men uchun yashadik Saidning muammolari bilan yashayman. Stop snat degandan keyin o'zimga qaytaman. Shunda miya sal dam oladi. Tushkunlikka tushganimda yolg'iz qolishni xohlayman. Chunki yolg'iz qolganda aytdim-ku, odam vijdoni bilan gaplashadi va hamma aldaydi. Faqat bitta haqiqatni aytadigan bu vijdon bo'ladi. Shu uchun o'zingizlar yolg'iz qolganingizda men o'zingizlarni oqlamoqchi bo'lasizlar-ku. Men deylik Kamron kutib turdi-da, nima kuta olmasdim. Men ketishim kerak edi. Nima xafa bo'ldi desa, ichingizdan bitta ovoz keladi. Vaqting bor edi-yu, xohlamadingmi degan. O'zingiz bilan o'zingiz gaplashasiz. U o'zingiz emas, vijdoningiz bo'ladi. Shu uchun vijdon hech qachon aldamaydi. Shu uchun vijdon bilan gaplashib tursanglar, yashashinglar ham oson bo'ladi va ko'p savollarga javob olasizlar. Bravo. Prosta kinoga kirib shunday gapirgandek bo'ldingiz bor. Bitta odam. Bilasiz, bitta narsa Nodir. Yurakdan etilgan qo'shiq yuraklarga boradi. Yurakdan yozilgan she'r yuraklarga boradi. Yurakdan ijro qilingan rol yuraklarga boradi. Yurakdan aytilgan gaplar yuraklarga boradi. Agar gapim isboti bo'lish uchun iltimos, agar yurakdan gapirgan gapim yurakingizga borgan bo'lsa, shu Nodirni pichiniga bitta qilib qo'yasizlar. Kinodagi balandparvoz chiroyli gaplaringizni gapirdingiz jamaki, endi yopishtirdingiz degan joyiga meni yonim olish uchun timamini bosib qo'yasizlar. Yaxshi. Nimadan qo'rqasiz, aka? Menmi? Xiyonatdan qo'rqmayman, xiyonatni ko'rganman. Stop. Mana shu yerda xiyonat ko'rganmisiz? Kim o'zingiz yaxshi ko'rgan ayolingizdan? Yo'q, do'stlardan xiyonat ko'rganman. Ha. Do'stlikdan xiyonat ko'rganman. Xiyonatni o'tganman undan. Yolg'izlikdan qo'rqmayman, chunki yolg'izman. Haligacha. Ha. Afzaldan. Azaldan emas, endi oilam yo'q, endi xudo xolisa oila qurarman. Hozir men yolg'izman. O'limdan qo'rqmayman, o'lim haq. Qo'rqaman. Nimadan? Xudodan qo'rqaman. Chunki buni haqiqati
sizni haqiqatingiz, Kamronning haqiqat, islomni haqiqati, olimi haqiqat, bularning haqiqati, hammamizni haqiqatimiz bor. Bir-birimizga haqiqatimiz kerak emas, haq bitta yaratgan. Agar Xudodan qo'rqdim, shu ish qilmadim dedimi, Xudodan qo'rqdimi, hayoti yaxshilanib ketaveradi. Chunki qolgan narsadan qo'rqish sal eng yomoni qo'rqadigan narsa nima? O'limmi? O'lim haq-ku baribir. Hamma o'ladi-ku, boya aytdim, intizor haqiqat bor, hamma o'ladi. Xudodan qo'rqaman. Shu uchun ham qo'limda juda ham alamzada bo'lib turgan joyimda birovlarning hayotiga qanaqadir yomon narsa ko'rsatish bo'lganda Xudodan qo'rqaman-da. Shu uchun ham hozir jamba-bajan bo'lib yuraman. Agar qasma-qas odamlar menga qilgan narsani ularga qaytarib qilib Alloh kifoya qilmaganimda bunaqa darajaga erishmasdim. Hali ham o'sha yerda yurgan bo'lardim. Nimadirga ulgurib qolmaslikdan qo'rqmaysan? Yo'q, men bir narsaga ulgurib qolishim kerak, bir narsa qilib ko'rishim kerak. Yaxshilik qilishga qo'limdan kelgancha har kuni yaxshilik qilaman. Yashash kerak bo'ladigan yashar, mehr ko'rsatish kerak bo'lsa, yaqinlarga mehr ko'rsatish, e'tibor qilishga harakat qilaman. U narsadan taqdiri azal, qachon rizqingiz ko'tarilgungacha shuncha yashaymiz. Shu uchun men o'ylaymanki, bundan anaqasi yo'q, yaratgandan qo'rqaman, bo'ldi. Jamaga qarang aka, siz aytdingiz shuncha og'aylarim bor, orasida xiyonat qilgan anaqa odamlar ham chiqdi. Tasavvur qiling aka, siz Nyabitam o'sirga ketdingiz. O'z bilan bitta ishonchli odam olib ketishingiz kerak. Kim va nimaga? Ishonchli odam. Ishonchli odamni olib ketardim, aytaman. U inson hozir bitta zo'r narsa, u meni konkurentim, aytaman. Tan olish qiyin, lekin men bildinglar, men aytaman konkurentim bor. U ham bo'y baland, iste'dodli, fayzli, aqlli, deydi. Juda ham oz talab kuchaygan unga, nafaqat Toshkentda, nafaqat seriallarda, nafaqat ijtimoiy tarmoqda o'zi kuchaygan konkurentim bor. O'shani olib ketgan bo'lardim. Kim u? Ismini bilsa bo'ladimi? Agar sir bo'lmasa. Aytaman. Ayting. Shu sizlarning podkastlarda bo'lsin, u Jamba Bajanov. Chunki meni konkurentim o'zim, eng ishonchli odam faqat o'zimga o'zimman, boshqa hech kimga ishonmayman. Chunki og'ir kunimda ham o'zimni yog'imga o'zim qo'rliganda o'zim bo'ldim. Hech kim turib bermaydi, o'zingchalik. O'zingni ruhingni o'zing ko'targanchalik hech kim turib bermaydi. Hech kim ota-oning qanoting bo'ladi, lekin momoyni aytsang ota-oning siqilib qaraydi. Men shu narsa boshimdan o'tgan. Siqildim, yolg'iz qoldim, uyda o'tirdim, hech qayerga chaqirishmadi, oylab uyda o'tirib ovqat qildim, krugoz o'tishni. Yosh yonimda, atrofimda yosh bolalar qoldi. Aka deb yurgan ukalarim qoldi, oddiy bolalar. Meni atrofimda hammasi svitda bo'lgan, hammasi jamsida o'tirmayman, mensiz ovqat yemaydiganlar bitta yuz o'girib ketganda, uyda o'tirdim, kuniga 4 mahallab ovqat qilardim. Onam aytardilar, bolam, o'zim yemayman, ovqat pishiraman, yemayman. Ukalarim keladi, yediraman, onamga, otamga beraman, ovqat qilaverardim. Bolam, charchab ketding, dam ol desa, ona chalg'ishim kerak derdim. Men ahmoq shu siqilganim onam ko'rsatgan ekan, men hammasi zo'r, o'rtoqlarim hammasi yonimda, boshqa endi. Urushganlar bilan yarashib hammasi bo'lib Jamba Bajanov bo'ldim. Chapeladaman, seriallar, kontentda millionlar prosmotr, hammasi zo'r. Qarasam onam qarib qopti. Shu uchun eng надёжный odam o'zingizlar. Boshqa hech kim ishonish kerak emas. Faqat o'zingizlarni kuchingizlarga, o'zingizlarni ongingizlarga, o'zingizlarning bilimingizlarga tayanasizlar. Boshqa hech kim ishonish kerak emas. Agar kimsiz orolga borsam, o'zim bilan o'zim va o'zimning konkurentim Jamba Bajanov olib ketgan bo'lardim. Chunki og'ir vaqtimda faqat menga dalla bo'lib, "To'rsan, to'xtamasliging kerak" degan Jamba Bajanov, ya'ni o'zim bo'lganman. Boshqa hech kim menga turib bermagan. Hissalagan maslahatim, hech kimga ishonmaylar. O'zingizlardan boshqa. Ertaga dilim og'ridi, xiyonat ko'rdim do'stdan deganinglar, u sizga xiyonat qilib ketgan do'stingiz emas, o'zingizlar aybdorsizlar. Unga ishongan. Uni yaqinim degan.
har doim Kamronga yaxshilik qilsam Kamrondan yaxshilik kelmaydi, Nodirdan keladi. Kamronga misol uchun yaxshilik qilgan bo'lsam Kamron menga yaxshilik qilgin demagan. Misol uchun Kamron tug'ilgan kuni 12 da tort ko'tarib bordim. Kamron aytmadi-ku 12 da kelib meni tabriklagan deb. Men tug'ilgan kunimda Kamrondan tort kutyapman. Men boruvdim-ku. Nima bu kelmayapti deyishim noto'g'ri-da. Chunki Kamron so'ramagan, men o'zim xohlab qilganman. Senga misol uchun och qolib ketding iftor ham qilmading, podkastda o'tiribsan. Men senga osh olib keldim bir porsiya choy bilan. Va rahmat o'rtoq deb ichib oldim. Aka rahmat dedim, yeb oldim. 3 kundan keyin men syomkadaman-da, men och qolib ketdim iftordaman. Sen bu narsa yeb olarsiz, aka deb qo'yib qo'yding. Sendan xafa bo'lishim noto'g'ri-da. Sen mendan iftorimga ovqat olib kelib bering demagansan-ku. Men o'zim olib kelganman. Ayb faqat o'zimizdan qidirishimiz kerak. Конечно. Shunda yashash oson bo'ladi. Menimcha chiroyli yakun bo'lishi uchun 5 ta yaxshi tarafingiz bilan 5 ta yomon tarafingizni ayta olasizmi? Endicha bu narsani odam o'ziga o'zi baho berish bo'lib qoladi shekilli. Но самокритика она поддерживается. Man tanqid kelajak mevasi. Shu narsa har doim esingizda bo'lsa, agar bu to'g'ri tanqid bo'lsa, konkurensiya ham bo'lishi kerak. Konkurensiya bor, sog'lom konkurensiya bo'lgan joyda ish bo'ladi. Sizlar bilib qo'yinglar, sizlar 3 ta o'rtoq podkastda o'tiribsizlar. Lekin sizlar uchiringlar, bir-biringizga raqibsizlar. Sizlar do'stlar bo'lib o'tirgani yo'q. Bitta har bittanglar o'zingizlarni hali bu podkast zo'r bo'lganda etasanlar jamaga to'g'ri etgan ekansiz. Kamronning o'zini auditoriyasi bo'ladi, saniki Nodirlik. Sizlar cho'lovinglar bu podkast qilishingizdan maqsad xalqqa manfaatli bo'lish. Lekin xalqqa manfaatli bo'lishdan tashqari sizlar lishni brend ishlayapsizlar. Uxlamasdan, 2 sutka uxlamasdan senga nima zarar? Agar sen o'zingning manfaating bo'lmasa bu yerda. Bu iftorlik qilmasdan o'tiribdi, esnab boydan beri soatga qarab qachonchaga yopilar ekan jam ekanman deb. O'zini manfaati uchun o'tiribdi. Kamron o'tiribdi, sevgan yori bor, u bilan ko'rishish kerak, telefonda gaplashish kerak, eshitib o'tiribdi, chunki sizlarga kerak bu. O'rtoqlar, mana biz chiroyli yakunga yetib keldik. Jamakam bilan bo'lgan suhbatimizni sizlarga ham yoqqan degan umiddamiz. Bizga chunki juda yoqdi, manfaatli bo'ldi. Avvalambor bizga, ya'ni menga, Abdurahimga, Kamronga biz kutmagandik. Biz kutganimizdan-da samimiy inson bo'lib chiqdingiz, Jamaka. Rahmat, men bitta fikr aytmoqchiman. Bugungi suhbatimiz o'z poyoniga yetdi. Bugungi podkast o'z poyoniga yetdi. Men o'ylaymanki, bizlarning tanishuvimiz o'zidan o'zi bo'lmadi va hayotinglar davomida men sizlarga yigit erkak kishining omadini tilayman, bolalar. Oldinglarga qo'ygan maqsadinglarga nima bo'lishidan qat'iy nazar erishish va birovni aybdor qilmasdan har doim ayb o'zimizdan qidirib qilgan xatolarimiz, ошибкalarimizdan o'zimizga qanaqadir fikr chiqarish tilab qolaman va har bittanglarni o'zinglarni lичный brendinglar, yuzinglar bu efir ketish shart emas, o'zinglarni auditoriyalarga ega bo'lishinglarga tilakdoshman. Va ertaga sanam o'sha nominglar chiqib bo'lganda bitta narsa esingizdan chiqmasin, odamgarchilik esingizdan chiqmasin. Qatdan billa chiqib kelgandek esingizdan chiqmasin. Eng katta narsa zo'r bo'lib ketinglar. Dahshat bo'lsin bu. Biza misol uchun gruppa bo'lganmiz, bo'lib ham degan hammamiz o'rtoq edik, Shahzoda Matchani va hamma efir yopildi. Tugatdik, bo'ldi. Tarqaladi Luboy krug. Luboy sostav tarqaladi. Sitora guruhi mana shuncha yildan beri qoldi, chunki Feruz Amerikada. Baribir ham tarqaladi.
bu tandemmi trioni umri uzoq bo'lsa, lekin tarqalgan yilida ham bir-biringlardan bo'lgan oqibatinglar ko'z tegmasa, odamgarchilik esinglardan chiqmas. Shu. Jamoa kattakon rahmat. Kamerachilar, Bizani kamerachilarimizga bittadan bitta hammanglarga rahmat. Hammanglarga rostdan ham rahmat. Kattakon birga bugun ertalabdan ishladinglar. Jamakeni skini bir marta rahmat. Jamaka kattakon kelganingizga. rahmat. Oxirida hozir bundan oldingi gaplarimni kesib tashlaysizlar, bu bolalarga edi. Boshqadan gapiraman. Podkastga omad. Rahmat. Iloyim podkast manfaatli bo'lsin. Mendan keyingi keladigan odamlarga shunaqa odamlar kelsinki, gaplashib maza qilinglar. Sizlarga omad, faqat yigitlar omadini tilayman. Va eng katta narsa, keyingi kelgan mehmonni iltimos 1 soat 15 minut kuttirmanglar. Sog' bo'linglar. Bu Jan Bobojanov edi. Aytgancha bitta rubrikamiz bor edi. Keyingi mehmon yoki kelayotgan mehmonlar kimni ko'rish xohlaysiz o'zingiz o'rningizda? 3 ta savol bunga. Da. Keyingi mehmonni Savollarni keyin o'zimizga yozib berasiz. savolini ham aytib ketaman. Gapimga javob berishim uchun. Keyingi mehmonni Nilufar Usmonova desam banalni bo'ladi. Keyingi mehmon Nigora Abdullohxonova bo'lsin. Va Nigora Abdullohxonovaga savol. Agar sizga shunaqa imkoniyat berildi. Samolarga qo'ng'iroq. Ya'ni hayotingizdan o'tib ketgan odamlarga qo'ng'iroq qilish imkoniyati berildi. Kimga qo'ng'iroq qilgan bo'lardingiz va nima degan bo'lardingiz? Nigora Abdullohxonova bo'lsin yoki boshqa qahramon bo'lsin, ushbu savolni Kamron oxirida keyingi mendan keyingi podkastga kim kelsa ham oxirida shu savolni san bergan. Oxirida va shu savolga javob bergandan keyin xayrlashmasdan yopinglar. Zo'r bo'ladi. Rahmat kattakon. Rahmat. Sizni ham kutib qolamiz keyingi sonlarimizda. Menimcha kelmasam kerak. Podkastga kelmayman, chaqirsalaring, iftor qilib chaqirsalaring kelaman. Bo'ldi. Prosta 1 millionga chiqsa kelmaysizmi? 1 millionga xudo xolisa 10 millionga chiqasizlar.